11 qism. Şernay dachining ichidan yugurgan peti chiqib ketdi. Degandek, dachining oldidagi yo'lda uni Riyod ismli bola taksi ichida saqlab turgan bo'lib, u Shernayga mashina eshigini ochib berib etib so'zladi. Men sizni qo'roning sirti saqlab turg'ili yarim soatda ochdi. Ajab bir chiqib bo'lamidingsa? Voy, kechiring, sizni saqlatib qo'ydim. Bizning uyda mushkullarda yan ishlar chiqib turadi da. Ba'zida men bo'lsam texi bo'lmagan. Shonsal saqlatib qo'ydim sizni. Shu emasmi? Sizni saqlab taqdim taq bo'ldi. Uning ustiga men Subinurga ustal zakaz qiladigan, yana tug'ilgan kun tortini o'zim setib olib akildiganga va'da berib qo'yibdi ekanman da. Men o'zim bundoq kechikib yurib, tozimi satish bo'ldigan bo'ldi. Kerak yo'q, o ishlarning hammasiga men yordamlashiman. Siz ansirmang. Yana bor texi, bizning bolalar plastinka usul o'ynasak toza payzi bo'lmaydi ekan. Shunga naqshcholponlar bilan biror kasbiy muzika atirtini taklif qilaylik degandi. Men ilqi shoh muzika atirti bilan uning dangliq naqshchisi Dilyarini taklif qilib qo'ydim. Nima degan yaxshi? Rasma? Dilyarmi kelandi ekan? Restoranning ichi rangli tor ham har xil chiroyli bezak lentlar bilan bezalgan bo'lib, atrofdan bir qaynam tashqinliq manzara ko'rinib turadi. Chiroyli kiyinishgan yosh qiz-yigitlar qizg'in kulki chaqchaqlar bilan bugungi Subinur ismli qiz do'stining tug'ilgan kun ziyofatini alohida tusga ega qilgan edi. Ba'zi bolalar plastinka naqshisiga keltirib usul o'ynayotdi. Shernay do'stlar bilan qizg'in paranglashib o'tirgan shu paytda Zohidaning enasi Ildan bir chetdan yetib kelib, Shernayning yendagi bo'sh o'ringa kelib o'tirdi. Yaxshimisiz Shernay? Bugungi bu ziyofatga sizmi keldingizmi? Ay yaxshi, o'zingizchi. Ochamning ahvoli qandaqroq? Jasur akamning baxtsizligidan keyin sizning opangiz mening ochamni o'ch ko'rgan bo'lib ketdi-ku deymi? Mening bichora ochamga baklish og'riydi-jimi? Shundan ayildan. Kutilmaganda akam bilan Zoida acham to'y qilib, 3 kun vaqt o'tmay beshimiz bu bola qazolar keldi. Shunda bir Zoida achamning kayfiyatini toza degandek yaxshi emas. Gerçi uning yeshimandan bir necha yoshda cho'ng bo'lsa-mu, lekin hozir mabek cho'ng ayollardek bo'ladi. Kunni uysunib o'tirgan. Endi opamga kelsak, opamga oson emas dana uni to'g'ri tushunmasak bo'lmaydi. Lekin xotirjam bo'ling, Zoida achamni dadam ikkimiz arva qo'g'daymiz. Men bu Zoida achamni bekli yaxshi ko'raman, chunki akam uni bek yaxshi ko'radi. Ocham qilgan yaxshiligingiz uchun sizga ko'p rahmat Shernay. Siz bo'lsangiz-mi ochamning holiga yetib qo'ying. Uyonlarda uning dili azoriyib qolmasin. Men sizning yaxshiligingizni hargiz unutib qolmayman. Mubodo ocham xolisla uni o'z uyimiz qaytib ektiman. Siz xotirjam bo'ling Ildan. Men Zoida achamni chuqur butun kuchim bilan qo'g'dayman. Sorunda qizg'in kulki chaqchaq, usullar toza avjiga chiqqan shu paytda restoranning eshigidan bo'y basti shunchalik qamlashgan. Ko'zlaridan aqlliq ham chechanligi bilinib turadigan Dilyar ismli yigit o'zining shoh muzika atirtidagi a'zolarini boshlab kirib keldi. Dangliq naqshchi Dilyarni ko'rgan barliq yoshlar cho'qan silib olqish yangratdi. Naqshi aytayotgan, usul o'ynayotganlarmi chippida to'xtashdi. Restoranning kayfiyati toza avjiga chiqqan. Sahnada shoh muzika atirti a'zolari o'zlarining yiqimliq muzikalarini boshlayotgan bo'lib, tonilgan yosh naqshchi Dilyar o'zining eng yiqimliq ovozi bilan mungluq naqshini aytmoqda. Yigitning sop hissiyot bilan aytgan naqshisi butkul so'rindagi yoshlarning yurak tarini chekib o'tdi. Bo'libmi Shernay yigitga eng o'tliq ko'zlar bilan boqqanicha kulimsirab o'tiradi. Uning yendiki yana bir ustalda o'tirib Shernayning sahnada naqsh aytayotgan Dilyarga tikilgan o'tliq ko'zlarga bir xil mabtunliq chiqib turgan alfoziga qaragan Riyodning ixtiyorsiz ko'zlarida cho'nqur bir ishki azob aks etgandek ko'rinadi. U lavlarini tishlaguncha hasrat bilan asta beshini chayqab qo'ydi.
Zahide hujra uyda yanılı yalqız holda xiyol bilan o'ltiradi. Bu chaqda Şerinay qo'lida bir gitarni ko'tarib, uning yiniga kirib keldi. Qarang yenge, men yaqindan buyon muzikaga bakla qiziqib qoldim. Bulubma do'stim Sebenurning tug'ilgan kun ziyofatidan keyin muzika deganda meni boshqalardan mehrim tushib qoldi da. Asli boshda usul kasbida o'quvchi muzika kasbida o'qisam bo'pti-ku. Men bugun mushu muzika asboblar sotadigan do'konga berib bu gitarni setib olib keldim. Lekin shu chelishni bilmayman. Ammo sizning mushu yerda pianinoni bek yaxshi chaldiganligingizni anglagandan akam ilgari sizni bek maqtab beradi. Ondan keyin akam to'yinglardan keyin sizni cho'qim muzika kasbida muntazam tarbiyalayman deb bek deydi. Shunga bu gitarni menga chalishni o'rgatib qo'ya olasizmi? Haras, hozir eng moda bo'layotgan bir naqsha bor ekan-ku. Nimitdi, ilqi. Ha, 18 yoshim degan naqsha. Shu naqshani menga o'rgatib qo'ya olamsiz? 18 yoshim? U bir moda naqshimi? Men rostdan anglab baxmabdi ekanman. Meni kechiring Şerinay. Mening bu barmoqlarim endi butunlay sezimni yo'qotdi. Akangizning qaytishdan keyin men endi hech narsani bilmaydigan bo'lib ketdim. Junim yenge, undaq demisingiz-ku. 18 yoshim degan naqshini sizni bilmaydiganligingizga hargiz ishonmayman-ku. Sizmi bilsiz, bu naqshini yillik kuni oqshimi Shah muzikatoridagi Dilyar ismli naqshchi bola shundaq aytib qarang. Hey, bekli amroq qoldim-ku, yuragimga bir parcha o'tin selvatdi. Şerinay, men rostdan bu naqshni bilmaydi ekanman. Bilgan taqdirdami, shu topda mening butkul jismim, qalbim, tilim, hatto ishki dunyorimmi qop-quruq bo'lib qoldi. Men hozir bu jahondagi hech nimasi yo'q bir namrat qadayman. Ko'z oldimdagi butkul olamning men bilan qilchlik aloqasi qolmadi. Siz o'ylab beqmang Şerinay. Bu dunyoda to'y qilib 3-chi kuni yo'ldosh tugab ketib, mendek eng ichinchlik kunga qoldigan kelinlardan yana nechisi bordir? Yenge, bundoq o'ylamamsiz-ku. Hammamiz o'zimizning qachon tug'ilib, qayerda xo'shlashadiganligimizni qandoq bilamiz deysiz. Men sizning hozirgi hissiyotingizni to'liq tushunaman, lekin hammamizga nima amal? Umuman o'zimni bir tuqqan qayerni tushtirsa qarang. Men eng yaxshi ko'radigan 23 yil bir uyda cho'ng bo'lgan qayernishimdan ayrildim. Acaba bu menga ig'ir kelmasmi? Bilsangiz jinim yenge, mening azobim siznikini qilishmaydi hozir. Dadam opamlarga qarab beqanga, ular hozir tirik yurayotgani bilan ularning yuragimi qon. Hey, ammo hozir bizning qo'limizdan nima ish keldi deysiz? Biz yana yashashimiz kerak-da. Aras yenge, yilqi kuni kechda tug'ilgan kun ziyofatida inangiz Ildonni uchirtib qolgandim. Shu inangizmi sizning bu uyda azarib qilishingizni bekla ansiraydi ekan. Muvofiq paytni tepib, achamni akib olma deganda qiyotgan. Men bu uydan hech joyga bormayman. Chunki bu uydagi har bir narsada, hatto mushu uyning bulung pushqoqlarida, uyning ichidagi havodimi jasurning tiniq puroqlari bor. Mening bu uyda turayotgan chig'imda tut atrofimda akangizning mehri har qachon meni o'rab, men bilan uchrashib turdi. Akangizning bu uy ichidagi mehrdan ayrilish jinimdan ayrilgan bilan barobar emasmi singlim? Ha, bu yengemsa sizning o'ylig'ingizdek bo'lsin. Men tek sizni mush necha kunchada maktabimizda Qurbon hayitini kutuvli san'at kechaligi o'tkazilmoqchi. Sizni qatnashib, azroq bo'lsin ko'ngilni ichib kelamki deb o'ylagandim. Bu kechilik yilqi Shah muzikatoridagi men naqshlarga amroq Dilyar degan bolam qatnashidi qarang. Balkim siz u yigitni tanımasangiz kerak. U naqsh degandan ochiq qiriydi da, qizlarning hammasi kuyib yuridi. Ahvoldan qaraganda undaq yalak berishni xohlamoqdaksiz. Amsa menmu majburlab turolmay. Usul sinipining bir to'p o'quvchilari repetitsiya holda mashq elib beryapti. Şerinay usul mashq qilayotganda uning yeniga Subinur yetib keldi.
Yıllık günü mening tug'ilgan kun ziyofatimda sovrinni shundoq yaxshi qizitib berganingda bak xush bo'ldim adash. Sana ko'p rahmat. Nimaga rahmat aytsa, adash, sening tug'ilgan kuningni qizitmay kimnikini qizitdim. Uning ustiga o kundagi o'tirishimizni bak qizi dedigina, hammamiz shundoq xushal o'tirdik. Bo'pti, xush bo'lgan bo'lsang bo'ldi. Haras, sizlarning usulsini bildik qizlar qanday usul tayyorladinglar? Albatta tayyorlaymiz-da, hozirgi davr alohidaligiga asosan bir maydon usul tayyorladik. Sen bo'lsang ham diktor riyosetchilik kasbining a'lochisi bo'lgandan keyin bu qatimki faoliyatga qachon sariyasatchilik qilasan? Ha, men sening yangangning inisi Ildan bilan birga riyosetchilik qilaman. Sizlar zati qaysi musiqa usul tayyorladinglar? Men chu qara yilqi shah musiqa turtining bir naqsi milliy usul o'ynaymikin deyapman. Buni sinf mudirimizga e'tiqodim umi qo'shildi. Mubohada biz musiqa usul o'ynaydigan bo'lsak, men ishiman Dilyar ismli bola cho'qqin meni bezir chin tutib oldi. Chunki bu kechilikdagi asosan usulchi yanilman degina. Onun ustiga bu musiqa turtidagilarning hammasi shunchalik qobiliyatli bolalar ekan. Mayli qandoq naqsh etmasin, jamiyat shu an ta'sir qo'zg'aydi ekan. Bo'libmi ularning bosh naqshchisi Dilyar bog'u, bakli qamlashgan hamda talanti bor ekan. Mana, bu yerda bir gap bor emasmi? Og'zingga tegmay Dilyarni maqtab ketding-ku, uning ko'ngli tushib qolmaganda. Man qara Shernay, bu barisining Dilyarga rostdan ko'ngli tushib qolgan bo'lsa, yili qariyat degan o'g'il bolani qandoq qilsansa? Men qarsam u bolani seni haqiqiy yaxshi ko'radi ekan-to'q. Voy adash tozim qiziqga qilgansa. Biz faqat maktabda shuning bilan uning ustiga rejissyorlik kasbida qo'ydi degina. Bizning aralashishimiz mumkin emas. Uning ustiga mening uningga ko'nglim yo'q. Hayotda shu vaqt to'shayda qapti, mening cho'lanim keldigan vaqti bo'lib qoldi. Men vaqtni ching tutib bir qatim repetis qilolaya. Bo'lmasa sal turib Dilyarni ko'rgan vaqtda jiddilashib usulni o'ynamay qolmay yana. Sal turib ko'rishaylar adasha. Sahna ustida rejissorlik kasbining o'quvchilari mashg'ulot ilib beryotdi. Bu chaqda apparatni to'g'rilab, nishon belgilayotgan Riyod aldirash ishlamoqda edi. Baya Shernayning so'zlarini anglagan Subinur tuyuqsiz Riyodga ichi og'irgandek, yesdoshlik qilgandek qarab qo'ydi. Riyod aldirash ishlab etib, tuyuqsiz Subinurning o'ziga tikilib qarab qolganini ko'rib, bir oz hayron qoldi. Andın qo'ldagi ishini tashlab, Subinurning qishiga keldi. Manga topalaydigan biror ishingiz bormi-te? Ha, yo'q, men o'zimchilar shu. Haras Riyod, men qarsam sizlar Shernayga obdal ko'nglingiz bada qildi. Tova, mushunda qildirishmayaptimi? Bundaq gaplarni so'rab yuramsiz. To'g'ri deysiz. Sizdan mushundaq aldirash yurayotgan paytda sizning qo'lingizdagi omad qushingizgacha yangi qanotlar chiqib, purda qilib uchib ketay deyotdi. Bilsangiz, men hozir sizga jiddiy signal bergil keldim. Vaqti kelganda menga askartmabsiz deb menda ranjimangiz-mi? Bu gap bilan darrov Riyodning ko'ngliga bir xiyol kechdi. Yilqi kuni oqshimi Dilyar sahnada naqsh aytayotganda Shernayning uningga mahliyalik ilgida qarab qelayotganini birdinla ko'z oldiga kelib, Riyod birdinla sagaklashdi. Menga ko'ngil bilganingizga rahmat Subinur. Men burunli his qilgan, siz aytgandek yaqindan beri haqiqatan uning yangidan qanot chiqyotdi. Biroq men yanada voz kechmayman. Oxirigacha umidimni uzmayman. Ish qilib ching tutmasangiz uchib ketmasin yana. Shah musiqa san'at atritining yiqimliq musiqasi yangrayotdi. Naqshchi Dilyar o'zining qizg'in, qaynoq hissiyoti bilan bir maydon naqshi aytib, bugungi maydondan o't chiqaribdi. Növbət Shernayla o'rinlaydigan usulga kelgan bo'lib, sahnadagi Subinur bilan Ildanning riyosatchiligidan keyin yanala Shah musiqa atritining musiqa plastinkasi berilib, bu musiqaga Shernay boshchiligidagi qizlar kollektiv usul o'ynadi. O'zlarining musiqasini anglagan Dilyar birdinla sagaklashib, sahnaga tikildi. Andın o'ttirda go'yo sho'x kepinakdek parvoz qilib usul o'ynayotgan Shernayga qarab qo'ydi. Pastda o'ltirganlar larzan usuldan huzurlanib, qizg'in olqishlar yangratdi. Repetis oxirlashishiga Shernayning sinf mudiri uning yeniga kelib, so'rab qoldi. Shernay, bu qadimliq maktabdagi usullar intayin muvaffaqiyatli chiqdi. Men sizni tabriklayman, qizim.
maktab rahbarlari sizlardan intayin rozi bo'lyapti. Lekin baya bizning muavin maktab mudirimiz şah muzika atritikilarning numurlarimi intayin yaxshi o'rindaldi. Sizlar o'ynagan muzikami dal ularning muzikasi bo'lgach, ikki numurni birlashtirib yetayli degan taklifni beryapti. Sizning qandaq? Bo'ldi muallim, chatoq yo'q. Bo'ladi amsa. Men darhol bu o'rinlashtirishni Dilyar yetkazay. Biz numur tizimligini qaytadan bir ratlab chiqaylik. Sizlar mu şah muzika atriti bilan yaxshi hamkorlashinglar. Şernay bu gapni anglab hayajonlanib ketdi. Sinf mudirimi nihoyat rozi bo'ldi. Sahnada mungluq muzika boshlandi. Dilyar o'zining yuqori mahorati bilan Havogul nomli xanzucha yaqinliq naqshini boshladi. Hissiyotliq naqshiga moslashtirib, Shernaymo usul o'ynashga boshladi. Naqshi aytilib, usul o'ynalayotganda cheksiz ketgan keng dala, igiz, hayvat tog'lar, yeshil yayloqlar, osmonda uzishib yurgan oppoq bulutlar, yeshil ko'l suvlari, atqa minib turgan chiroyli bir qizning siymosi kishi ko'z oldiga kelmay qolmaydi. Zahida ko'zlarini bir nuqtaga tikkincha butun zehni bilan muzika chilayotdi. Ajoyib mungluq bir kuy butun dachining hamma yerida kezib yurayotgandek asrob beradi. Zahidaning qishida Jasur uningga qarab kulimsirab turgandek bilinadi. Shungimi u butun ishtiyoqi bilan muzika kuyi ichiga sho'ng'ib kirib ketgan edi. Ondan kuyning oxirgi qismini intayin yenik, larzan oyoqlashtirdi. Dal mushu chaq, yinda chilingan chavak ovozidan cho'chib beshni ko'tirgan Zahida yinda qarab turgan qamlashgan sumbatliq yigit Dilyarni ko'rdi. Bu chaqda Dilyar muzikaning mungidan mast bo'lgandek hayajonli ko'zlar bilan Zahidaga qarab so'zladi. İkinci böləkni çağan vaxtınızda odarını sal yuqurultib sınab baxsanız boğudak. Şu çağıtla bu muzikanızga texmi hissiyatliq bir tus qo'shilamdi deymina. O'zining yanada tuyuqsiz paydo bo'lib qolgan bu notonish birisidan hayron bo'lgan Zahida nima deyishni bilmay dong etib turib qoldi. Ham yigitga zan silib qarab etib, ixtiyorsiz uni qaysi bir yerda ko'rgandek damonliqqa esiga ololmadi. Bu chaqda yigitning yonida turgan Shernay eg'iz ochdi. Yenge, baya biz öy kirsak siz bütün ishtiyoqingiz bilan muzika chelib ekansiz. Hatto Dilyar ikkimizning kirganini sezmay qoldingiz. Shunga biz muzikangizni o'g'irliqchi oxirgacha anglab chiqdik. Siz haqiqatan bu talant ekansiz, jumo, sizga rostol qo'l qo'ydim. Zahida yanıla boshqa so'z qilmasdan Dilyarga hayron bo'lgandek qarab qo'ydi. Buni ko'rgan Shernay tezlik bilan javob berdi. Her az ben işgallan turuşturuşunu tuqaptım. Bu yoq bo'z Dilyar bo'ldi. Men sizga doim gapini qilib turadigan ayliq naqshchi bola. Hozir jamiyatimizda moda bo'layotgan barliq naqshlarni mush aytibotdi. Bu yoq bo'z mening yangam bo'ldi, ismi Saida. U burun sisteralik maktabini bitirgan. Baya sizmi angladingiz, uning yushirin muzika talanti bor. Akam bilan to'y qilgandan keyin shu cho'nglarning orzusi bo'yicha xizmatdan istifa bergandi. Akam muzika kasbida tarbiyalayman deb deydi. O'zingizmi angladingiz, shu to'y qilib 3-kun akam baxsizlik uchrab mushta bo'lib qoldi. Yaxshimisiz? Dal shu chaqda mehmonxonaning bir pulingga qo'yilgan shatoti tuyuqsiz arqa-arqadan sayrab ketdi. Bir necha ay ilgari dal qush do'konida uchrashib, bu shatoti qushini 500 yanga setib berib, orqadan yana 400 yanni o'ziga qaytirib bergan yigitning dal mushi Dilyar ekanligini esiga oldi. Dilyar shatotini ko'ribla, ko'z oldidagi go'yo xilvatdagi bir bulungda ichilib turgan jigani guldek, texchi go'zallik silkitini yo'qotmagan bu chiroyli yosh kelinchakni esiga ilib ulgurdi. Sizlar paranglashinglar. Men ustiga chiqib ketay. To'xtab turing. Biz ikkimiz qush do'konda uchrashgan-ku deyman. Unutib qoldingizmi? Yo'qay, unutib qolmadim. Shu chaqda sizning bu qushni o'tinib berganingizga rahmat. Qandaq? Biz obdan baqalabdiqmi? Shundaq. Bu qush haqiqatan bu uyda o'z qimmatini tepibdi. U chaqda sil kichik edi. Mana endi cho'ng'iyib, tuklari paqirab, texim chiroyli bo'lib ketibdi. Nima? Sizlar ishqilasiz tunishamdinglar? Yo'q, tonish emas. Faqat shu bir qitimla tasodifiy uchrashib qolgan. To'xtab turing.
siz boya zodi qaysi musiqaga chelayotgandingiz? Men burun uni faqat anglab boqmagan. U o'zingizning ijodiyatimi? Bu faqat men mundaq qilib chap qilgan musiqa. Siz bu pianino muzikasini gitar bilan birlashtirib chelishni o'ylab boqdingizmi? Garchi uni pianino bilan chalganda to'liq lirik anglasimi, biroq uning gitar muzikasini birlashtirsa, shu chaqda bu muzikangizga ajoyib bir mon qo'shilarmikin deyman. Ajdi yo'q. Uning ustiga men gitar chalolmayman. Ondaqmi deb ketmang. Har holda sinab baqsaq yaxshi bo'ladi. Hajab yaxshi, undaqda men gitarimni elib tushay. Şernay shundoq debla ishtik yugurib ikkinchi qavatga chiqib ketdi. Andin ayol shimayli gitarni ko'tarib tushdi. Dilyar gitarning tarisini tangshab Zahida chalgan musiqaga keltirib chaldi. Buni anglagan Şernay ishtikli Zahidaga qaradi. Buning bilan Zahida asta pianinoning oldiga kelib, yenikkina harakat bilan o'ltirib, pianinoni chalishga boshladi. Dilyarmi uningga moslashib, gitarni chaldi. Buning bilan birdinla bu butkul dacha ichida intayin yiqimliq, kishini hayajonga soladigan bir xil mung kuy yangridi. Muzika oxirlashganda Dilyar ixtiyorsiz intayin hayajonliq nazar bilan Zahidaga qaradi. Uning yinda turgan Şernay bo'lsa, xushal edi. Pa, nima degan yiqimliq musiqa bu? Hajab yaxshi. Men sizga desam Dilyar, sizlarning shu musiqa tartiblar bu musiqani o'zlashtirsanglar bo'g'idekchimi? Onundan boshqa siz bek mazmunliq tekstlarni yozasiz-ku. Tekst asangiz atili mo'ngluq bir naqshiga aylanadigan. Yoshlarimiz suyib anglagudek naqshi bo'g'idekchimi? Şernay, bo'ldi qiling. Burun men bu musiqani akangiz ikkimizning saf muhabbati uchun uningga atab ijod qilgan. Buni faqat akamizning yindili chap beratdim. Umi bu musiqani bek yoqtiratdi. Amdi bu musiqaning sirtqi tarqilishini xohlamayman. Zahida shundoq deginicha ko'zlaridan sirg'iyotgan yoshlarni surtib, ikkinchi qavatga qarab mangdi. Buning bilan Şernay Zahidaning orqasidan qaraguncha urib qo'ydi. Amaliyotda yangam men to'yin bechorada. Akam bilan to'y qilib, 3-kunila biz akamdan ayrilib qoldik. Shundan bir yangamning butun dunyosi aloq bo'lgandek, kundim shunda ham kelib yuradigan bo'lib qoldi. Aslida yangam bir yavliqni qabul qilib, kayfiyatni asta-asta to'g'rilab bo'ladi. Har astilqi Viktoriya siyosatchilik sinfidagi Ildani tunuysiz-ku, shu bal yangamning bir quzoq inisi bo'ldi. Ha, aslida mundaq kenda. Amaliyotda men qarasam, ularning oilasi tegidan bir san'atkor oilasi bo'lsa kerak. Qarang, yangingizda haqiqatan ajoyib mo'l musiqa tasavvuri bor ekan. Balkim shundoqdir, lekin yangam oilasi to'g'riliq bizga faqat bir narsa bermaydi. Uning faqat bir og'riqchal opsi bor, Ildanda bir yolg'iz inisi bor shu. Hay bo'ldilar odamning ko'ngli yarim qilgan gaplarni deyishmayli. Bugun kech birga bizni uy tomoq yeyilchu. Bo'ldi, rahmat. Men sizlarning bu uydagi cho'nglarni tunimsam ya. Men notunush yoki cho'nglarning oldida tomoq yesam, faqat erkin ozodi bo'lolmayman. Yana qaytib ketganim tuzuk. Bu nima deganingiz endi? Dadam opamlar sizni ko'rib xush bo'ldi albatta. Boya sizmi bizni uydagi birisi bilan ko'rishdingiz ana. Hatto onun bilan xil erkin ozodi paranglashib oldingiz. Hech nima bo'lmaydi. Nima? Siz Zaydan demoqchimi? O qandaqmi cho'nglar qatoriga kirsin? Uni faqat shu akangiz bilan to'y qilganlar yeri borkan-ku. Bo'lmasa biz bilan tang dematlikan-ku. U degan mening yangam, akamning ayoli tursa, mening nazarimda u albatta cho'nglar hisoblanda. Ish qilib men sizni ketkizmayman bugun. Dal mushu chaq eshikdan Şernayning dadisi Turg'un bilan opsi Maryam kirib keldi. Dilyar ular bilan salomlashib o'tdi. Hammaylar tamoq ustida tamoq yeyish uchun tayyorlanib o'ltirgan edi. Uy xizmatchisi tamoqlarni ustalga tizib dedi. Xonim, Zaydaxon qiz mening beshim og'riyotidu, tamoq yegim yo'q, dadam opamlar meni saqlamasin deyotidi. Birinchi qism oxirlashdi. Abdori Marimsa Qurban. O'n ikkinchi qism. Qizim, yangangizni yanada siz chaqirib shiyo'ng. Ma'qul dada. Şernay shundoq deginicha yugurib ikkinchi qavatga chiqib ketib, ayol qolmayla Zahida bilan birga kirib keldi.
Qaramaqqımı Zahidaning ruhiy kayfiyati yanılı tushkun bo'lib, uning yig'idan qizirib ishib ketgan ko'zlari aniq bilinib turadi. U jonsiz holda asta kelib tamoq ustiliga o'ltirdi. Bu chaqda Maryam qapoqlarini turgan holda Zahidaga qarab dedi: "Mushu kunlarda siz bag'ancha adab qoida deganlarni unutib ketyapsiz a? Siz o'zingizni o'ylab bizdek cho'nglarning bu uyda qanchalik ta'sir kunga qilayotganligimizni tushunsangiz bo'lmamdi. Har qitimliq tamoqda doim mushundaq sizni saqlab o'tamdiq." Qizim, shu kunlarda bag'ancha o'riqlab ketyapsiz. Tamog'ingizmi ozlab ketyotidi. Meningcha ko'proq bir narsa yeb bering. Bundaq tamoq yemay yursangiz, salomatligingizni qadin chiqarib olasiz. Qani, mau go'shtlarni ko'proq yeng. Zahida asta beshini lang'ishitib qo'yib, qo'liga cho'kini oldi. Bu chaqda Zahidaning har bir harakatiga zan silib o'ltirgan Dilyar ichida o'ylab qoldi. Bu qizni bu qadar hasrat qo'ygan u yigit zodi qanday birisi bo'lg'aydi. Mana, oradan bir yil vaqtmi o'tib ketibdi. Ammo bu qizning holi texicha mushundaq ekan. Hozir bu yosh ham mush chiroyi bilan bundoq savrchan, bundoq esil fazilatli kelgan qizlar bakla ozjimi? Zahida mehmonxona uyidagi qapazda sakrab, taqlab o'ynayotgan Shatotiga don beriyotdi. Bu chaqda uy xizmatchisi uning yeniga keldi. Xon qiz, sizning iningiz kelibdi-ka, sizni sirtda saqlayotdi. Deydigan gapi bor o'xshaydi. Ma'qul, rahmat. Bog'chining yop yeshil chiroyli yo'lida Zahida bilan Ildan asta qadamlar bilan kelmoqda edi. Acha, Jasur akamning tugab ketganligini 1,5 yil bo'lay deb qoldi. Ketgan odamning endi qaytib kelish mumkin emas. Mo'mi ikkanlarning o'tirisida bola yo'q. Shunlash amsining o'z uyimiz qaytib keldigan vaqtim bo'lib qoldi. Lekin men Acha, men ko'nglim tushunma. U uyning har bir bulung pishqoqlar Jasur akamning simoyisi bor. Sen dal shuning uchun u uydan mehron uzalmayotsan. Nima? Sen rastil Jasur akamni bakli yaxshi ko'ratding. Sen hozir uni bugun qaytib keldi, ati qaytib keldi degan tamam bilan kunlarini quruq xiyolga yam qilib o'tkazib ketyapsan. Sening xiyolingda ko'z oldingda mana faqat mushtingdan boshqa hech narsa yo'q. Ammo acha, sen ko'zingni yuqoriroq ochib qarab baqsang, aql bilan atrofing bir nazar silib baqsang bo'ladi. Ketgan odamning qaytib kelishi yo'q. Mangu qaytib kelishi yo'q. Sen endi reallikni qabul qil acha. Sana u uydagi barliq narsalar sana faqat bir azobliq aslini qoldirgandan boshqa hech narsa bera olmaydi. Ildan, sen nimishqa meni o'z uyimizga ilib ketishga buncha aldiraysan? Acha, men desam, sen hozir ularning uyida faqat bir kelinlik salohiyati bilan turyapsan. Ammo seni u uyga bog'lab turadigan ularning o'g'li amdi yo'q. Shunsan u oilaliklarning hech nimasi emas. Bundan keyin davomli bir kelinlik o'rni bilan turaverishingning kundan kunga hojatim qolmaydi. Amdi sen davomli yot birisiga aylanib o'tsan. Ammo sen bizning uyimizning haqiqiy bir qizisan. Men doim sening yanında bo'lmasam-mo, ammo men buni his qila olmayman. Sening qaynopang seni yaxshi ko'rmaydi. Balki uning yomon so'zlari, toptallari bundan keyin texim ko'paydi. Sen uning uyida bir kun ortiq tursang, bir kun diling ortiq azayadi. Chunki birli vaqt yuz bergan qatnashchisiga ular o'g'ildan ayrildi. Ammo sen hayot qolding. Men mushuning o'zila sen ularning oldidagi mangu azobni eslatib o'tadigan bir isbotsan. Ularning oldida sen bir arzimas kelinsan xolos. Şoň bundan keyin bulupmu qayni apаңning doim sana azar beradigan nashtarlik so'zlar ko'paydi. Sen emdil 24 yosh kirgan qizsan. Ajbo sen mushu uyda bir umr o'z hayotingni xar qilmoqchimi? Shundoq. Men rozi. Men hammaga ko'nishga rozi jinim ukam. Men bu uyda faqat Jasurdan qilib qolgan barliq aslimalar ichida o'zimni ko'rib o'tsamla, uning men qoldirgan shu mehri yedi uchun shu makondan men bir kishilik o'rin tegsila boshqasi bilan hisoblashib o'ltirmayman. Sening da'vatqonlaring xato emas. Qiynapam hozir haqiqatan men amroq emas, lekin buni men to'g'ri tushunaman. Garchi men yo'ldishimdan ayrilib qolgan bo'lsam-mu, qiynapam o'z o'g'lidan ayrilib qoldi. Bir onaga nisbatan bu dunyoda bundan ortiq azob yo'q. Shunga men nima kun ko'rsammi, oxirgi
qancha bu uyda qiyilib, Jasurning o'rnida ularning mangulik kelini bo'lib o'tdim. Kelgusida singlim Shernay yotliq bo'lib chiqib ketsa, bu uydagi cho'nglarning oldidan o'zim bir qo'llik xabar olaman. Mayli qandoqli bo'lishdan qat'iy nazar, men bu uyda bir umr Jasurdan qilib qolgan aslimlardan ko'nglimga taskinlik tepib, shundoq o'tib ketishga rozi. Men bu uydan hargiz ketmayman. Eldor, sen mening bir tuqqan qarindoshim. Senmi Jasur akani obdan bilatdan. Shunga mening uningga bo'lgan ko'nglimni sen yaxshi tushunasan. Meni bu uyga Jasur ilib kirgan. U mening dilimda mushu uyda mangu mavjud. Kim bildi? Bir kunlar o'tib, u kulimsirgancha eshikdan kirib kelamdi dehi. Shundoq bo'lsa bu olamda men qaytadan bir quyosh ko'tarilib chiqqan bo'ldi. Agar men bu uydan chiqib ketsam, u meni ko'raman, ko'ngli texim yerim bo'lmamdi. U texim yolg'iz qolmamdi. Yo'q. Men unaqa vafosizlik qilsam bo'lmaydi. Zot bo'lmaydi. Acha, sen yana ko'z oldingdagi reallikni ko'rmayapsan. Sen xatolashyapsan. Salg'an ketay jinim acha. Sening o tasavvurlaring endi butunlay ham xiyoldan boshqa narsa emas. Agar Jasur akam haqiqatan sening qalbingda bo'lsa, mayli, sen o uyda bo'l yoki bo'lma, u mangu sening bilan birga degan gap. Sening o uydan ketgani uning vafosizlik qilgani emas. Boya aytganimdek balki qaynapang bir ishlarni sening maydonan turib sen o'ylaganchilik o'ylay olmaydi. Sening qalbingni faqat o'zing tushunganing bilan ular tushunmaydi. Hozirgi vaqtda ularning zodi nima o'ylaydiganligini sen bila olamsan? Amsi aytqina. Ular zot qandoq o'ylaydi? Sen tek shundoq yosh tursang acha. Jasur akamdan yoki biror balang bo'lmasa, lekin ular degan bir boy oila. Mal-mulk, o'y-zamin, shirkat deganlar ularning qo'lida. Pullarmi haddi hisobsiz. Ularning hamma nimasi tal. Men ko'rmasammi ancha-muncha qiyos qila olayman. Sening qaynapang sen tosh sanoqcha qum sanab ulguradigan ayol. U ayol sening u uyda mangu turib qolish xiyolingni balki buningda boshqa sabab bor deb o'ylash mumkin. Eldor, men bu gapni to'g'ri tushunmadim. Rostini aytsam, hozir ular seni boyliqqa, mirosga ta'ma qildi deb qaraydi. Mumkin emas. Bu mumkin emas. Ular qandoqsing bundoq o'ylaydi? Ildan, sen bunda qalaymaqam faraz qilma. Bu faqat seningli xiyoling. Men ishonmayman. Acha, sen haqiqatan bek sodda ham pok. Sening ularning boyligidan hargizmi tamoying yo'q. Ammo ular sening haqiqiy niyatingni zodi qanchalik tushundi? Bo'pti, ularning gapini qo'yib, o'z so'zimiz kelsak, sen tek yosh. Bizning opimiz tek hayot. Yananda mana mendek bir inon turibdiman. Nimishqa o'z uyimiz ketishga unamay buncha joyli qilib turib oldigansan. Hozir ba'zi er hayot kelinlarmi qaynopsi bilan birga turmaydigan tursa, sendek to'y bo'lib ardin 3 kun vaqt o'tganda er o'lib ketgan sana o'xshash yosh bir kelin nimdab ularning uyida tul ayol otilib turadi. Endi u azoblarini yig'ishtirib qo'yib, aqling bilan obdan o'ylab boq. Hech bo'lmagan opam ikkimiz sening bu dunyoda birdan bir janjigar yaqinlaring biz. Biz butun mehr-muhabbatimizni sana beramiz. Bo'ldi Eldor. Sana rahmat. Sen cho'ng bo'psan. Endi burunqi sotib oldin. Pishqan bir yigitga o'zgaribsan. Gaplaringni anglab, sendan faxrlandim. Shundaqdimi, sen mening o'ylanishim uchun biroz fursat bersan. Bo'ldi. Amsin hozir uyingga gapirib qo'yay. Agar sen oldirsang meni tur. Men bu bog'chani birdan oylanib, kallamni azroq saytdim. Zahida bog'cha ishchida birdan aylanib shurdi.
Boy Ildanning deganlari haqiqatan rostmidi? Acaba men qalbimdagi hasrat azoblarga bardoshlik berolmay, rostini ba'zi ishlarni bek yuzaki o'ylab yuramdiman ya. Qaynopam meni boyliq temas bor deb o'ylamdigandi. Mubodi o'z uyimga qaytsam, bizning uydagilar demagan taqdirdami? Urug' tuqqan do'st birodarlar albatta meni qayta yotliq bo'lishga undab turib olsa, qandoq qilaman? Zahidaning ko'ngli yerim holda asta uyga yaqinlashdi. U amdila eshik oldiga kelib turishiga uy ichidan chiqayotgan kulki sadosi anglandi. U bir oz g'alitlik his qilib uy ichiga qarab mangdi. Zahida uyga kirib kelganda uyda Shernayning bir qancha do'stlari qizg'in kulki chaqchaqlar bilan o'ltiradi. Ularning orasida yiliqi naqshchi Dilyar ismli yigitmi bor bo'lib, ular shunchalik xushal ko'rinadi. Bir tarafdan Maryam ularni qizg'in kutsa, yana bir tarafdan muhimi Dilyarga bakrak yaqinchilik qilgandek, hadab uni meva yeyishga zo'lab o'ltiradi. Zahidaning uyga kirishi bilanla bu uydagi xushal kayfiyat bir oz besqiga tushgandek bo'ldi. Zahida mehmonlar bilan susli salomlashgandan keyin gap so'zsizla ikkinchi qavatga qarab mangdi. Shernay darhol bir istakan sovuq ichimlikni akilib, kelin hadisning qo'liga tutqizdi. Yenge, siz oxir sirtqa chiqishga ma'qul bo'libsiz-da? Baya opamdan olsam iningiz keptiki rost. Bili chiqib aylanib kirdinglarmi? Ha. Rahmat sizga, Shernay. Zayda, yaxshimisiz? Qanday ahvolingiz? Oldingi qitim biz chaqan yiliq muzika esingizdimi? Men sizning o musiqangizga tekst yozib chiqdim. Ham bizning guruhdagi bolalarmi uni chelib ko'rib baqdiq. O intayin yaqinliq bir naqshaga aylandi. Yaqinda taqatmoqchi bo'ladimiz. Sizmi pianinoda qayta bir chelib sinab boqamsiz? Dilyar shundoq deb so'mkasidan bir parcha qog'ozni chiqarib Zahidaga tangladi. Zahida qog'ozni qo'liga tushgun holda oldi. Kechiring, mening pianino chog'dagi holim yo'q. Maslak taxliq qilmay. Zahida shundoq degunicha qo'ldagi istakanni qo'yib, ikkinchi qavatga chiqib ketdi. Maryam uning orqasidan qarab qo'ydi. Voy bo'ldi. Uning bilan chatag'inglar bo'lmasinchi? Bugun hammanglar aran bir jam bo'lganda ba'uzur paranglashib o'tiringlar. Aras, tushda qandoq tamoq yeginglar ba? Men xizmatchiga shuni aytgizay. Zahida miskin holda yotoq uyiga kirib, sirtdagi barliq kulki chaqchaqlarni anglashga ro'y bo'lmagandek eshikni yepib-etdi. Ondan grim ustilning oldiga kelib o'ltirdi. Ustal ustida Jasurning cho'ngaytilgan bir parcha surati qo'yilgan bo'lib, u asta suratni qo'liga elib, suratdagi Jasurning yuzini barmoqlari titrgan holda sildi. Ondan mang'zni rasmga besib turib, hasrat bilan o'z-o'ziga pichirladi. bo'ldi. Anlasam sizlar taklif qilgan ikkinchi qatimliq san'at kechaligiga qaytarib yetibsiz-ku. Endi bu qatim televizion stansiyalar bilan bir qatim taklif qildiganda qilib turdi. Uni zoti qabul qilamsiz yoki qilmamsiz? Bo'pti, undaq bo'lsa biz boraylik. Ma'qul emsa, men sizning gapingizni ularga yetkazib qo'yay.
Biroq shu kunlarda siz har sili Şernaylarning katta dairasida to'liq qatiraydigan bo'lib oldingizmi? Vaqti kelganda sizni topolmay yurmayli yana. Acaba bu yolg'onmi, ha? Depiqna. Men sizga bir gapni desam, Dilyar, qaysi bir kuni yiliqir yot simlik bola meni izlab kelibdi qarang. U mendan sizga necha ig'iz gapni deb qo'yishim topilgan. Uning deyishicha, Şernay qaramoqqa unchalik sho'x, xushchaqchaq bo'lgani bilan, uning ko'ngli shunchalik nozik bir qizmish. Agar siz uning peyiga tushgan bo'lsangiz, biroz astoydil bo'lsin, mabodo uning ko'ngli bo'lmay qolsa, uningdan o'zini tassin deydi. Bu uning nima degan ekan? U meni Şernayni yaxshi ko'radigan demoqchimikan? Siz undoq emas demoqchimi? Hozir butun maktabda dal Şernay bilan ishqillarning parvo bo'layotgan bo'lsa, men sizdan so'rab baqay, sizlar ishqillarning o'tirsida soat qanday munosabat bor? Men qachon Şernay bilan muhabbatlashib yuribman. Subinor, balkim siz bilmaysiz. Men bir qitim to'y qilgan. Men kichkil to'y qilg'achqa hozir 2 yoshga kirgan bir qizim bor. Uni opamla beqiyotdi. Lekin Şernay degan tek to'y qilmagan bir qiz. Unda xiyol menda izchil mavjud bo'lmoqmidi? Şernay ikkimizning oldingi qitimliq san'atkechilikka o'tkazilganda tanishib qolgan yerimiz bor. Faqat biz odatga bir do'st. Uningdan boshqa oramizda hech qanday munosabat yo'q. Siz bir qitim to'y qilgandan balangiz bo'lsin bo'pti. Mening Şernay sizni haqiqiy yaxshi ko'rsa bu ish nimaga dol bo'lolmaydi? Mening qarshimcha Şernayning sizga o'ptal ko'ngli bada qildi. Sizning uningga ko'nglingiz bo'lmasa, nima deb har kun uning uyiga qatiraysiz emisa? Bu gaplarni anglayotgan Dilyar birdinli so'zlayolmay qoldi. Shu topda uning kallasida ziddiyatli xiyollar hukm surishga boshlagan edi. Shu emasmi? Mening yoki Şernayga ko'nglim bo'lmasa, nimishqa ishim bo'lsin yoki bo'lmasin, ularning uyiga qatiradigan bu putlarimni nimishqa bo'yicha kontrol qilolmaydiganman. Ularning uyda meni bo'chilik qiziqtirayotgan, meni hadisli uyoqqa yugurtayotgan zodi qanday bir sehriy kuchdir. Dilyar shundoq o'yladi-yu, darrov kiyim ilg'idagi chapinni elib, sirtqa qarab, ildam minib chiqib ketdi. Subinur bo'lsa, uning orqasidan hayron bo'lgandek qarab qoldi. Dilyar yo'lda cho'ng-cho'ng chamdab mang'inicha yana xiyollar qaynamaga g'arq bo'ldi. Xuddi Subinur degandek, Şernaylarning uyida meni o'ziga tortib turadigan bir cho'ng magnit bor. U meni kunda o'zining uyiga tortib, menga oromlik bermayotdi. Har qitim ularning uyiga borganimda, Şernay bilan uning oilasidagilar menga shunchalik qizg'in ham do'stona muomala qildi. Lekin shu narsa o'zimning ko'ngliga ayonki, men u uyga hargizmi Şernayni deb bormayman. Undaqda men u uyga zodi kim uchun bordigandaman. Zahida yotoq uyda yolg'iz ham jimjit o'ltiradi. Uning tuyuqsiz bir ish esiga kelgandek bo'lib, darhol o'rnidan turib, ustalning tortmasidan bir poch qog'ozni oldi. Qog'ozning ustida nurg'un muzikaning not siziqchilari bor bo'lib, notlarning ostida bir qism naqsh tekstlari yozilib turadi. U bu qog'ozni ko'targunicha birinchi qavatga tushish uchun eshik tarafga mangdi. Şernay mehmonxonada o'zi yolg'iz telefon o'ynab o'ltiradi. U sirtdan kirayotgan Dilyarni ko'rib, xushal bo'lgandan uning oldiga yugurib bordi. Qarang, sizni yana kechikib qoldingiz-ku. Boya sizga xat yozsam, soat 3 ga yetib kelmay degandingiz-ku. Lekin hozir soat 4:30 bo'lay dedi. Vaqt qarshingiz nimadan nachar sizning? Kechiring, men piyoda minib kelgachga vaqt o'tib ketdi. Uyingizda o'zingiz yolg'iz o'tiribsiz-ku. Boshqalar qani? Dadam bo'lsa kunlik odatda bugun shirkatga ketadi shu. Opamning harakatga kelganini men nima bilaman. Maktabdan qaytib kelsam uyda odam yo'q-ku shu. Undaqda yangingiz-chi? Bu gapdan kulgisi kelgan Şernay ixtiyorsiz pixildab kulyapti. Sizmi bu o'yinam kundalik mimini bo'lib qoldingiz-ku? Qachon yangamniki jiddiy ishi bo'lmasa, uydan chiqqanini ko'rgandingiz. Bu gapga Dilyar o'zimi kulib ketdi. Shu emasmi? U yangingiz bilan ko'rishish shunchalik qiyin ekan. Tomoq yegil tushmasa, qat'iy hujrasidan chiqmaydi ekan. Tomoq yegandimi hech kimga gap qilmay jimjit o'ltirdi ekan. Uni menga gap qilishiga aslo mumkin emas. Mening bu uyda bor yo'qligimning uningda qilchi munosabati yo'qdekli muomala qildi ekan. Men sizning u yangingizni faqatla tushunmadim. Bu dunyoda nadimi uningdek bir jimg'ur odam bo'lsin deyman. Sizmi to'g'ri tushuning, yangamning qasddan sizga so'q muomala qilayotgani yo'q. Siz balkim bilmasligingiz mumkin, yangam buriladi, intayin sho'x hamda mijoznight ochiq yuriq bir qizdi. Haras u naqshanimni yaxshi edi-du, akam bilan muhabbatlashib yurgan vaqtlarda shunchalik chaqchaqchi, yumoristik, mijoziga boyli bir qiz edi.
Kütülmegende şu yapyaşıl durup, özünün yaxşı gördüğünü birini ayrıldı da. Elbette ağır geldi de bu iş. Endi onun üstü yengemden işçi bek güçlükке, agam tügep ketken gömü bir yıl bop qalay dedi. Ama şu agamni fakat unutmay vatıdı. Ben bu bazıdan ki nimlerini oylavatqalıqını fakat bilemey qalma. Zahide qo'lidagi not qog'ozlarini ko'targunicha o'zining hujra uyidan chiqib keldi. Ondan birinchi qavatga tushadigan aylanmaga kelganda pastda Shernay bilan Dilyarning o'zi to'g'riliq so'zlashib o'ltag'ini ko'rib, qadamlarini to'xtatdi. Ham ularning gapiga quloq soldi. o'n ikkinchi qism oxirlashdi. Abdori Marimsa Qurbon. o'n uchinchi qism. Shernay so'zini davom qildi. Balkim agam tügep ketgandan keyin yengem shunda bo'lib qolgandi. Shundaqdimi, ketgan odamning keyindan tangli ketgili bo'lmaydi-da. Aslida u reallikni qabul qilsa bo'ladi. Haras, bugun sizni alayda izlab kelishimda sizga deydigan bir gapim bor edi. Bu gap bilan tang Shernayning yuragi birdinlik düpildab so'qib ketdi. U Dilyarning o'ziga cho'qim o'zining yuragidagi kutgan so'zni aytmoqchi bo'lgandek, vujudi birdinlik davolg'ib, yuzlari qizirib, nafas ololmay qoldi. Hamda bir oz xijil bo'lgandek, ham taqazzoliq ilkida so'zladi. Hara, siz mana nima demek istediniz? Bu gapni qandoq og'zimdan chiqarsam bo'la? Shernay, sizlarning maktabda ikkimiz to'g'riliq nurg'un gap so'zlar tarqalibdi. Lekin biz faqat odat kerakli do'st. Bundan boshqa bir munosabatlarning bo'lishi mumkin emas desam bo'ladimi? Yo'q, bundoq desam bo'lmag'dak. Aksincha, uning o'dilla mening sizga ko'nglim yo'q. Siz bilan muhabbatlashish niyatim yo'q desam bo'ladimi? Siz mana zat nima demek istediniz? Bu vaqtda Zahida qo'lidagi yiliqi qog'ozlarni ko'targan holda ikkinchi qavatdan minib tushdi. Tuyuqsiz u Shernayning taqazzoliq ilkida Dilyarga talmirib turgan hissiyotliq alfozini ko'rib, darrov orqasiga qaytmoqchi bo'ldi. Biroq Dilyar pastda turib uni ko'rib qolgan edi. Dilyar tuyuqsiz jiddiylashib qoldi. Shernay, menga bir stakan limon sharabni tayyorlab bering. Bo'ldi? Bu chaqda Dilyar tezlik bilan Zahida turayotgan ikkinchi qavatning palampiyi ustiga chiqdi. Zahida, men atay Shernayni limon sharab ta'ab chiqib berishga buyuryaptim. Buningda mening sizga aytilgan intayin muhim bir gapim bor edi. Biroz gapni aytsam, men hozir o'zimning intayin muhim deb hisoblanadigan bir ko'ngillik ishimni sizga aytish oldida turyapman. Lekin shu dapda bu fursatni qo'ldan beribsam, bundan keyin qayta fursat kelmasligi mumkin. Tushdan keyin soat 2da men sizni Tangritog' bog'chisining ichida saqlayman. Sizga deydigan intayin muhim bir gapim bor. Cho'qim berishingiz kerak. Nima? Dilyar bo'lsa darhol vaqtni ching tutib, yana bir qaytim boy deganlarini takrorladi. Tushdan keyin soat 2da men sizni Tangritog' bog'chisining ichida saqlayman. Cho'qim keling. Maqulmi? O'tinib qolay. Bu nima deganingiz? Siz hozir menga nima demoqchi? Bu savolingizning javobini bilish uchun cho'qim mening deganimga qilishingiz kerak. Men cho'qim sizga deb beraman. Siz nimanda g'alit odam? Ha? Men nima deb sizning deganingiz bo'yicha ish qilgudakman? Zahida bu gapni deb bo'libla yuqoriga qarab mangmoqchi bo'ldi. Dilyar darrov yugurib kelib, uning oldini to'sdi. Siz texmoq javob bermadingiz. Zodi boramsiz yo'q? Yo'q, men bormayman. Men sizda kallasining dadiba odamning gapiga kirib, nima deb u yerga borgudakman? Uning ustiga siz mening uchun butunlay yot bir odam. Men yot odamlarning so'zini zinhor anglamayman. Men tushundim. Siz ehtimol meni bu uyga ash qiynsingiz Shernay deb keldi deb o'ylayapsiz. Rostini aytsam, mening o Shernay deganga qilchilik qiziqishim yo'q. Mening bu uyga kunni qatirishimning sababi dal siz. Bilamsiz, men bu yerga faqat sizni debla kunda necha vaqt qatiraman. Siz gapimni tushunyapsiz. Bu gaplarni anglayotgan Zahida zodi nima deyishni bilmagandekla hayron qoldi. Ondan bir oz g'azabga keldi. Mana, bu not qog'ozlaringizni ilib, darhol ko'zimdan yo'qiling. Bu narsalarni nera oprang? Endi menga gap qilguchi bo'lmang. Agar mening gapimga kirimsangiz, men hozirda vaqirayman. Men endi ishimni qo'ymayman.
Shu topda Şernayga 100 kelmaydiganligimni bilaman, lekin ular bilan chatag'im yo'q. Agar hozirda vaqirab tashlasam, bu yetkilarning hammasi bilib qoldi. Shu mening deganimdek qiling. Yo'q. Unda qilolmayman. Bu gapni anglagan Dilyar darrov ovozini qo'yib yetib vaqirdi. Men hammanglarga shuni deb beray. Amaliyotda men bu uyda. Bo'ldi, vaqirmang. Men deganingizda qilay. At u yerga boray. Dal mushu chaq Shernay oshxona uydan yugurib chiqdi. Dilyar, baya vaqirgan sizmi? Zot nima ish bo'ldi? Yo'qay, hech yo'q. Men yangingizga naqshning yuqori bo'lgiga ovozni qadoq chiqarishni uydaman. Hammaylan tamoq yeb o'ltiradi. Ammo Zohida yanala pastga tushmagan edi. Turg'un uy xizmatchisiga qarab dedi. Kelin qiz qani, uni tamoq chaqiring. Chaqirgandim xo'jayin. Biroq u yanala tamoq yegim yo'q deyotdi. Qizim, bo'lmasa yangingizni siz chaqirib tushing. Shernay ma'qul debli o'rindan turishga tamshilayotganda Maryam chiroyidan norozilik alomatlari chiqib turgan holda Shernayga do'q qildi. O'rningda jim o'tirib tamoqingni yegina. Nimandaq tarbiyasiz cho'kkan u. Uning tamoq yegisi bo'lmasa mayli bo'pti. İxtiyorchi bo'lsin. Uning bu so'zni anglagan Dilyar Maryamga bir xil nazarda qarab qo'ydi. Bog'cha ichida kishilar sayr qilishib yuradi. Shu kishilar orasida Dilyar paydo bo'lib, u yoq bu yoqqa mang'ach Zohidani kutib betaqat bo'lib o'tirdi. U jiddiylashib pat-pat Saidga qarab qo'yatdi. Zohida yotoq uyda yolg'iz xiyol surib o'tiradi. U yanala tunugungi Dilyarning gaplarini esiga oldi. Dilyar degan u yigitning tunugun soati nima degandi-a? Acaba u mendek yoshli turib yo'ldishdan to'lqagan birsiga sizni yaxshi ko'rib qoldim demaydigandu-a? Uning shunday deyishi mumkinmi? Uning ko'z oldida Shernaydek shunday ma'sum, shunday chiroyli bir qiz tursa, u nima deb mendek bir tul qizni yaxshi ko'rib qoladi? Bu rostdan aqlga sig'maydigan ish. Qiziq. Men nima deb bu ishlarni xiyol qilib yurayman? Endi mening bu umrimda qayta birsini yaxshi ko'rib qolishim mumkin emas. Bu menga mumkin bo'lmaydigan ish. Biroq Dilyar tunugun menga nemishqa undaq so'zlarni qiladi. Uning so'z o'ramidan meni yoqtirib qolganda gaplarni anglaganda qildimmi qandoq? Yoki bu benim ortiqcha bir xiyolimmi-ya? Agar undaq bo'lmasa, u zot nima qilmoqchi? Bugun menga nimalarni demoqchi-da? To'xta. Men yana bir qitim obdanroq o'ylanib boqay. Bu Dilyar degan zot kim? U zot nima qilgan odam? Rost. Dastlabda biz ikkimiz qushdo'kunda uchrashib qoldik. O'ttirdi shu faqat Shatoti qushni talishib qolganda yerimiz bor. Bu degan bir normal ahvol-ku. Bir odamning birsin tuyuqsiz uchirtib, buncha tezda yaxshi ko'rib qelishi mumkin bo'lmaydigan ish-ku. Yo'q. Bu yerda cho'qim bir o'yin bor. Mubodo u Dilyar haqiqatan bir yaxshi odam bo'lib qolsa. U biz bilan birga o'tgan shu kunlarda mening bu tugmas azobim uning yesdashligini qo'zg'agan, ahu faryodlarim, dard hasratlarim, hatto hayotning ichini og'ritgan bo'lsa. Yana mubodo taqdir shundoq bir karomatlar bilan Jasurni hayot qoldirgan, biz uni dafn qilayotgan qabristonlikdan allakimlar tarbidan qutulib kelib, hozir omon eson bo'lsa. Ondan bugun Dilyar bilan Shernay ikkisi birlashib, meni atay Tangirtog' bog'chasiga chaqirib olib, Jasur ikkimizni tuyuqsiz uchrashtirib, meni favqulodda xushal qilib etish o'yinini o'ynagan bo'lsa. Albatta, bunimi yo'q degil bo'lmaydi. Chunki men ko'rgan nurg'un televiziya teatrlaridagi bosh qahramon taslimida bir qitim o'lib bo'lib, yanada bir amallar bilan boshqalar tarafidan qutqizib qilingan ko'rinishlar ozmi? To'g'ri.
Cesur ana shundoq o'lmaydigan, garchi o'lsimi, yana taqdirning shafoatidan chetda qolmaydigan hozirgi zamonimizning bir bosh qahramoni. Beshiga kelgan osh qismatlar ichidan qayta hayotlik tepib, o'rib bulolaydigan, bugungi kundagi hayot sahnamizning haqiqiy bir personaji. Men nemishqim bularni burunroq o'ylamagandim. Shu topda O'tliyor ham Shernaylar bilan meni bog'chada kutib, yo'limga intizor bo'lib turayotgan bo'lsa-chi. Ammo men nemishqa vaqtni bunday isrof qilib o'ltirman-a? O'zim Jasurning didoriga shunchalik intizor turuqliq, yana bu yerda nima deb misildab o'ltirman. Tez bo'lishim kerak. Jasur hozir meni kutyapti. U meni saqlayapti. Nima degan katta xush xabar bu, ha? Uni ko'ygunimda yuragim yerilib ketami? Bo'ldi. Endi tez bo'lay. Uni tezroq ko'ra olay. Zohida mana mushunda xiyollar bilan tezlik kiyinib, xushal kulgunicha grim ustilda yuzlariga ozroq grim qilibla oldirab chiqib ketdi. Dilyor bog'cha ichida davomli Zohidani kutib, taqdi taq bo'lmoqda edi. U yana soatiga qaradi. Bu chaqda soat allaqachon 3 dan oshgan bo'lib, Dilyor bir oz umidsizlik ichida o'yladi. Demak, u yangi kamaslikni qaror qildi-da. Endi qana qilaman? Rostla ularning uyiga berib, ko'ngilsiz bir komediya o'yini o'ynashga majbur bo'lib qolamanmi? Tunugun men rostla uni shundoq dedim-ku. Nemishqimi uninga ig'ir kelgan ba'zi so'zlarni qilgandim-man. U mening o gaplarimni men qo'g'al selotdi deb o'ylab, amdiki uningdagi dili yumshoqlik, rojlikning o'rnini rasmiy g'azab, ochiq egilib, aksicha unum berib qolsa, rostla meni ko'ra ko'z yo'q bo'lib qolsa, meni ko'rsatgan tirishchiligimning hammasi bekor ketmamdi. Endi qanday qilay? Zoda qanday qilay? Yo'lda taksida ketayotgan Zohida endi tit bo'lishga boshladi. Uni bir kimlar qutqizib qolgan. Andan doktorxonaga opirib kesli sallamaza saqaygan. Andan Shernay ishqinlar bugun bu bog'chada meni uning bilan uchrashtirish o'yini o'ynamoqchi bo'lgan emasmidinglar? Dilyor Zohidaning bu alfosiga qarab, ichida shularni o'yladi. Bechora qiz, haqiqatan dildagi u kishini baxtli yaxshi ko'rganda. Bundoq o'zini yaxshi ko'rgan yigitga bu qadar oshiqib beqaror bo'lgan sadoqatli qizdan qayta birini ko'rmabganman. Bu Zoida mening haqiqiy qalbimdan chin hissiyat bilan yaxshi ko'rishimga tamoman arziydigan pok, sadoqatli bir qizgan. Men uni haqiqatan yaxshi ko'rib xato qilmabdiman. Mayli qanday yuz berishdan qat'iy nazar, men uni cho'qim baxtli qilishim, Jasurning yerim yo'lda to'xtab qolgan muqaddas sevgisini men davomlashtirishim kerak ekan. Andın
Zohidaga qarab dedi. Zoida, siz endi o she'rni tushingizdan uyg'oning. Jasur haqiqatan o'lib ketdi. U endi bu dunyoda mavjud emas. She'rni ikkimizning birlashib, sizni Jasur bilan uchrashtirish o'yini o'ynayotganimiz yo'q. Siz bu ishlarni ortiqcha o'ylab ketibsiz. Siz o'zingizning she'rin xiyollaringizni o'zingizning tasavvuridagi bir saxta reallikqa aylantiryapsiz. Sizning o she'rin xiyollaringiz amaliyotda mavjud emas. Hozir sizning ko'z oldingizda faqat men Dilyarla bor. Men tunugin sizga mush bog'chada uchirish talabini aytgandim. Mana endi siz keldingiz. Endi ikkimiz so'zlasak bo'ladi. Ammo bu gaplarni anglayotgan Zohidaning quloqlari g'o'ngildab, ko'z oldidagi bu kangri zemin yer kavrayotgandek chayqilib, birdilla bo'ysizlanib shiqildi. Buni kutmagan Dilyar chapsan kelib qizni yo'lib oldi. Zohida behush holatda karvatda yotadi. Doktor sestralar uning endi birdan paypitak bo'lgandan keyin ma'lum doktor Dilyarga qarab dedi. Bu qiz bir ishlar uchun ortiq hayajonlanib ketibdi. Cho'ng chataq yo'q, ammo uning teni bakla ojizkan. U mush beti ketaversa, cho'qim chataq chiqmay qolmaydi. Uningga turmushda bak kuyning, keyin qaytib bundoq hayajonlanib yurmasin. Ma'qul. Zohida ko'zlarini asta ichib Dilyardan so'radi. Amda dang. Siz zot menga nima demoqchisiz? Yo'q, endi men so'zlamay, boy doktor aytdi. Siz yana bir qitim hayajonlansangiz chatoq chiqadi ekan. Bo'ldi, siz yaxshi aramaylang. Ishqisi yo'q. So'zlayvering. Men sizning so'zlaringizni oxirigacha toqat bilan anglayman. Ondaqda rostli sizda chatoq yo'qmi? Siz rostli o'shingiz keldingizmi? Men dedim-ku. Menda chatoq yo'q. Qiynadangmi? Siz zot menga nima demoqchi? Amsa men nechigiz so'z qilay. Sizda chatoq yo'q degandan keyin balki chatoq bo'lmasa kerak. Sizning boya mening yuzimni qilib bog'chaga kelganingiz uchun endi kechikkan bo'lsammi, yana sizga rahmat aytaman. Ammo sizning bundoq tuyuqsiz o'shingizni ketadiganligingizni o'ylamabdiman. Meni rostli kechiring. Hechqisi yo'q. Qani so'zlang. Endi men desam, siz balki meni boshqacha o'ylashingiz mumkin. Men bilaman. Siz alhaq meni she'rnaydek nurg'un yigitlarning yaxshi ko'rish ehtimolliqi eng yuqori bo'lgan bir qizni tashlab, nimdab meni u bog'chaga chaqirtgandi deb o'ylaydigansiz. Balki mening o talablarimni siz aqlga sig'dirolmayotgan bo'lishingiz mumkin. Albatta. She'rnay qiynapamlarning ahvoli qizi. Mening yo'ldoshim Jasurning singlisi. Bu qiz go'yo osmondagi porlab turgan bir to'lunay. Mana men degan yigitlarmi uning qo'liga suv quyib beramaydi. Siz nima deb? Shundaq. Men hozir o'zimning zodi nima qilayotganligimni nihoyat yaxshi bilaman. Biz ikkimiz iliq chog'da qushdo'kunda uchrashgan chog'imizda siz menga bu umrimda hech qanday bir qiz bola ato qilib boqmagan, ham texi ato qilib ulgurmagan bir ta'siratni ato qilgan edingiz. Men sizni ikkinchi qaytim yana kelib She'rnaylarning dachisida, yana texi uning bir yangisi salohiyatingiz bilan uchratib qolishimni faqat o'ylamab ekanman. Eng muhimi, sizning iliq chog'da pianino chelib o'tirgan shu siyoqingiz mening abadiy esimdan chiqmaydi. Rostni aytsam, shuningdan beri siz meni butunlay o'zingizga asir qilib oldingiz. Shu kundan boshlab mening ularning dachisiga 2 kunda bir qatirishimning sababi bu She'rnay uchun emas, balki butunlay siz uchun. Dastlabda buni men o'zimmi bilmaydim. Bir kuni She'rnayning yaqin do'sti Subinur meningdan sizning u tarafga mokida qatnashingizning sababi zodi kim uchun degan savolni so'raganda, men shu chaqda u yerda meni o'ziga unchoq jalb qilayotgan odamning boshqa birisi emas, dal siz ekanligingizni haqiqiy tushunib ketdim. Ammo siz xotirjam bo'ling. Men sizning barliq ahvolingizni anglab bo'ldim. Ham sizning hozirgi ahvolingiz, ham qanday o'ylaydiganligingizni tagtiga butunlay yetib bo'ldim.
Ammo u ishlarning qanday bo'lib ketishi mening uchun baribir. Bu hayotligimda jasur sizga ato qilgan va teqa ato qilib ulgurib bo'lolmagan sizning mukammal baxtingizni men sizga to'liq ato qila olmayman. Jasurni qilib qolgan sizning oldingizdagi mas'uliyatini uning o'rnida turib davomlashtirishga men har qachon tayyor. Balki siz bilmaysiz. Menmo sizga o'xshash bunday baxtsizlikni bir qatim beshimdan o'tkazgan. Xuddi siz jasurdan ayrilib qolgandek, men model buningdan 2 yil burun ayolimdan ayrilib qolgan. Hozir mening 2 yoshga kirgan bir qizim bor. Bu mening Shernay bilan birga bo'lmasligimning yana bir sababi. O qiz yaxshi ko'rdig'ini faqat shoh muzika atritining naqshchisi Dilyar. Ammo haqiqiy yaxshi ko'rdig'ini reallikdagi men emas. Qayni so'zlayvering. Qulqum sizda. Dilyar o'rnidan turib, darizning oldiga berib, sirtqa qarag'incha so'zim davom qildi. Yiliq kuni sizning xuddi bu olamning barliq dishvarchiliklardan mustasno holda shunchalik jazbdorlik bilan pianino chalayotgan holatınız, sizning yuragingizda qaynab chiqqan shu pig'onliq sada dal mening yuragimga o'rtaq. O kuni pianino oldida men sizni emas, dal o'zimni ko'rgandek bo'ldim. Aslida siz naqshni faqat sahnada emas, mendek shirki o'xya bilan titmatalan qilmagan bir jonivorga o'xshash holatga tushib qolibmi? Shirkidan teq chiqqan demayotgan ilojsiz birisining oldidami naqshangizni shunchalik hissiyotli aytolaydi ekansiz. Men rostdan sizga qo'l qo'ydim. Bilaman, siz meni har qachon masxara qilishga haqliqsiz. Rostini aytsam, men sizning o'tmishingizga qatnashishga ulgurmagan bo'lsam-mu, lekin sizning kelgusingizda cho'qim men bo'lishim kerak. Acaba shu jasurdan qilib qolgan barliq mehr muhabbatni shu jasurning o'rnida sizga men ato qilsam, buning nari xato. Siz mening bu yurak so'zlarimni mundaqla oldimda naqsha aytibdi deb o'ylasangiz bo'lmaydi-jumi? Mayli. Siz nima deyman? Mening allaqachon ko'nglim o'lgan birsiman. Dilyar, mening kelgusim yo'q. Siz garchi ayolingizdan ayrilib qolgan bo'lsangiz-mu, qandaqla bo'lmasin, bir qizingiz bor ekan. Shuning uchun siz qizingizga eng layoqatli yaxshi bir opa tanlab berishingiz kerak. Bu chaqda Dilyar amdila so'zlashga tamshilib turganda, eshikda Zohidaning enisi Ildomning ovozi anglandi. Acha, sening nimishqa kelgusing yo'q-a? Bayman ishga oldi turib sizlar ikkinglarning so'zlaringlarning hammasini angladim. Acha, mening sen Jasur akam baxtsizlik uchragandan keyin chanta qolgan shu qalb ishkingni qiyo bo'lsin echib qarab baqqan bo'lsang, bu dunyoning naqadar go'zal ekanligini his qila olaysan. Sen hozir o'zing qiynatsa, sen bunda qilib hech kimni o'zing yaqinlashtirmasang, ajaba bu oyasang eng katta in'om yoki mukofot berama? Va yoki Jasur akam oldingda paydo bo'lib qolarmi? Nima ish qilsan o'zing baxtga bundoq o'z qo'ling bilan aloqa qilmoqchi bo'lsa, demak bu o'zing uchun bakli adolatsiz bir qilmish emasmi acha? Men sening burunqi mening ko'z oldimga ashu vafodor, kuyimchan bir ocham ekanligidan gumonlanib qelyapman. Boy Dilyarning deganlari tamoman to'g'ri. Men sening bir tuqqan qeyrinching bo'lish sifatim bilan Dilyarning san bo'lgan haqiqiy muhabbatini to'g'ri tushunishingni umid qilaman. Men desam, baxtsining ko'z oldingda turibdi. Endi u san quchoq etishaldi-da. Bu gaplardan hayajonlanib ketayotgan Dilyar yana og'iz ochdi. Naydi to'g'ri deding Eldan. Men hamma ahvollarni Shernaydan anglab turdim. Aslida Jasurning Zoidani kasbiy bilim yurtlarida muzika kasbi bo'yicha sistemli tarbiyaga ega qilish orzusi bor ekan. Mana bu vazifani men bundan keyin cho'qim o'z ustimga ola olmayman. Shanxay Muzika instituti mening ona maktabim. Mening avval sinf mudirim Jang muallim Zoidaga bilim bera oladigan qobiliyati yaxshi bir ustoz. Men burunli uning bilan ko'rishib qo'ydim. O Zoidani o'z bir qilliq sistemli tarbiyalashga menga va'da berdi. Bu gaplarni anglagan Zohida o'zini sezmagan holda shu tapda tuyuqsiz bir illiq iqimning vujudiga vashida qilib sho'ng'ib kirganini his qilgandek silkinib ketdi. O'n 3-qism oxirlashdi. On 4-qism. Dal mushu chaqda doktor kirib keldi. Qizchaq, endi buningdan keyin payqadak hayajonlansangiz qat'iy bo'lmaydi.
Әмді өзіңізді асырашқа тырышың. Әргіз яш төкмәң. Яки көңілсіз қиялларны толы ойламаң. Болмаса сіздің азырғы kayfiyatыңыз sizga yaxshi aqbatlarni elib kelmaydi. Qaraganda sizlar ishqinglar bu qizning yaqinlari o'xshaysizlar. Bu qiz buningdan keyin har qachon o'zini xushal tutishga muhtoj. Uning yuragi endi ortiq azobni ko'tara olmaydi. Hozirgi ahvoldan qaraganda endi uyga qaytib yaxshi kutinsila bo'ladi. Әмсә, мен такси bilan sizni qiynapingizning uyiga olib qo'yay. Rahmat, kerki yo'q. Ildan, senmi uyga qaytib ket. Mening bu kichikgina ishni cho'ngaytib etkim yo'q. Ishkinglar qaytib ketinglar. Menga hech ish bo'lmaydi. Men o'zim ketalayman. Zohida shundoq deb turishiga tuyuqsiz telefon sayrab ketdi. U telefonni ilishiga qarshi tarafdan Shernayning ovozi anglandi. Yenge, sizlarda dadam odamlar sizni so'rayotidi. Shernay, men o'zimga lozimliq narsalarni siyib olish uchun sud saroyiga kelgandim. Hozir yo'lda uy qarab ketyapman. Asrli yetib borman. Zohida o'ltirgan taksi shahar ko'chalarida bir xil holda mangmoqda edi. Zohida xiyol bilan o'ltirib etib, o'zini sezmagan holda bir oz shirin uyqu besib, ko'zlari asta-asta uyquga ketdi. Ondan bir oz tush ko'rdi. Ma'lum bog'chaning ichi. Atrofda chiroyli gullar echilib turardi. Zohida yon tarafdagi bir yo'ldan chiqib keldi. Dal shu chaq uduldan Jasur chiqib keldi. Jasur Zohidaning yonida to'xtadi. Zoida, men bilaman. Hozir Dilyar sizni yaxshi ko'rib qoldi. Meningcha u xato qilmadi. U haqiqatan bo'ldigan bir yaxshi yigit. Balki u mening o'rnimda sizga baxt ato qilishi mumkin. Ansirmang. Men buning uchun rozi. Meni nim deb o'ylab qoladi deb hargiz ansirab ketmang. Ajiba, men sizni yaxshi ko'rgan yerda sizning baxtli bo'lishingizni orzu qilmasmanmi? Meni unchalik tosh yurak deb o'ylamang. Siz baxtli bo'lsangiz, mening ko'nglimga joyiga tushadi. Menmi sizning Dilyarning ko'nglini qabul qilishingizni umid qilaman. Ammo Zohida Jasurning oldida xijolat bo'lgandek Jasurga dedi. Siz mening hayotimga xuddi mixtaq qilib ketgan birisi tursangiz, sizni ixtiyorimdan sirt unutishim ham boshqa birini yaxshi ko'rib qilishim mumkinmi? Siz xatolashyapsiz, Zoida. Xatolashyapsiz. Xanım, Dal shu yerga kelganda shofirning signal bergan ham gap qilgan ovozi anglandi. Zohida uyga qaytib kelgan vaqtda Maryam bilan uy xizmatchisi mehmonxona uyda bir necha parcha esil raqlarni tanlab o'ltiradi. Ular burunqiga qaraganda kiyimlari tuzilib, mijozimi xeyli tetiklashib qolgan Zohidaga hayron bo'lgandek chekchiyib bir-biriga qarashib qo'yishdi. Ammo Zohida qiyni opasining yuzlariga qarashdan xijil bo'lib, beshni tovan sog'inicha ikkinchi qavatga ildam minib chiqib ketdi. Uy xizmatchisi g'alitlik his qilib Maryamga qaradi. Voy, bu Zohidaxon qizga bugun soat nima bo'lgandi? Men qarasam bugun biroz o'zgarib qolgandek turamdi nima? U uydan birdamga yo'qolsa, beshimning og'riqim paslab qoladi. Yana paydo bo'ldi-da bu. Butun badani bo'shib ketgan Zohida holsiz holatda karvatga o'zini otdi. Uning ko'z oldida birda Jasur paydo bo'lsa, birda Dilyar paydo bo'ladi. Jasur bilan Dilyarning ovozi butun uyni qoplab, aks sado qaytirgandek his tuyg'uda bo'lgan Zohida qiynalib-atdi. Hammaylar tamoq yeyish uyidan amdila mehmonxona uyga chiqib turganda, Shernayning telefoni sayrab ketdi. Shernayning birdinli chiroyi guldek echilganicha tezli telefonni oldi. Zohida bo'lsa, sal jiddiylashgandek bo'lib, uningga qaradi. Voy, Dilyar, bugun butun bir kun nega yo'qdingiz? Xabaringizni kutib shunchalik titit bo'ldim. Tozim askansiz. Buning jazosi uchun aytib cho'qimini kinoga opirsizmi? Nima? Nimish qiyoqdaysiz? Zot nimish bo'ldi sizga? Aslida mundaq ishganda, ma'qul bildim. Telefonni unga berayman. U shundaq deb telefonni Zohidaga sundi.
Zahidaning bu gap bilan qo'rqqandan yuragi tupildab so'qib ketdi. Ondan qo'llari titrgan holda asta telefonni oldi. Qarshi tarafdan Dilyarning ovozi anglandi. Qanday ahvolingiz Zahida? Bilman, sizga hozir so'z qilish bekla afsus. Hozir siz menga hech qanday inkos qaytarmay, faqat mening so'zimni anglang. Men at qahvaxonda Shernay bilan ko'rishib, uning ko'nglimga gaplarimni cho'qim aytaman. Ammo siz xotirjam bo'ling. Uning diliga azor yetadigan so'zlarni qilishdan imkon bor o'zim tutib olaman. Lekin men uning cho'qim rostgapni qilishim mumkin. Yo'q, unda qilsangiz bo'lmaydi. Men sizni xotirjam bo'ling dedim-ku. Hech qanday ish yuz bermaydi. Ondan tushdan keyin biz televiziya stansiyasiga suratga ilishga qatnashib boramiz. Balki soat 6 atrofida tugish mumkin. Shu chog'da men sizni televiziya stansiyasining oldida saqlayman. Cho'qim keling juma. Men ma'qulamsa ortiq gap qilmang. Shundoq bo'lsin. Zahida Dilyar bilan so'zlashib bo'lgandan keyin telefonni Shernayga qaytarib berib, yotoq uyi tarafga qarab, necha qadam ilishiga Shernay uningga qarab, kulimsirguncha eg'iz ochdi. Yenge, Dilyarchikama ajab uzun paranglashdilar-ku. U balkim sizga mening gapimni qildi deyman. Nim dedi? Zahida bir oz duduqlagan holda javob berdi. Shundaqroq u sizni qaysidir bir mehmonxonaga taklif qilganligini so'zlayotdi. Undaqda sizlar ishqinglar zot qaysi qahvaxonada uchrashmoqchi? Biz Rufinada ko'rishmoqchi bo'ldik. Amsa siz menga Dilyarning telefon nomerini deb bersangiz bo'ladimi, Shernay? Uning ishlagan yiliqi muzikasining naqsh tekstida biroz chataq bo'lgandik. Men uni ko'rsatib beray deyman. Albatta, yengam esa siz Dilyarga cho'qim yordam qilingchimi? Ular televiziyasidan suratga oldi. Shuningdan burun xato yerlarni cho'qim tuzib olish lozim. Zahida Andil yotoq uyiga kirib turishiga orqasidan Shernaymi xushal holda kirib keldi. Ondan birdan Zahidani quchoqlab turib, uningga dedi: Yengam, men sizga bir maxfiyatlikni deb beray-a. Buni hatto dadam opamlarga bilmaydi. Men Dilyarni haqiqatan yaxshi ko'rib qoldim. Sizningcha uningga ko'ngli bormidi? Tushdan keyin cho'qim muhabbat izhor qilishi mumkin. Shunga meni qahvaxonaga taklif qilayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Qahvaxonaga balturla yetib kelgan Zahida tit bo'lgandan Dilyarni kutmoqda. Oradan uzoq o'tmay Dilyarmi qahvaxonaga kirib keldi. U ishga yaqinli bir o'rinda Zahidaning o'tirganini ko'rib, cho'chib ketdi. Dilyar, gapimni yaxshi anglab turma. Degandan beri sizning telefoningiz etik. Mendan ko'p so'zlashga imkon yo'q. Chunki Shernay hozirlik yetib keldi. Men sizga desam, Dilyar, siz Shernayni rad qilsangiz qat'iy bo'lmaydi. Bugun siz Shernayga haqiqiy muhabbatingizni ato qilgan bir kun. O'zingizning bilan shunday qila oladiganligingiz to'g'riliq menga va'da berishingiz kerak. Chunki Shernay pok, obarsiz qiz. Sizdan o'tinib qolay. U sizni haqiqiy yaxshi ko'rdi, uni azoblamang. Hozir uning barliq umidi faqat sizlar qoldi. Menga kelsak, siz mendan qanchalik umid kutmang. Men sizni mutlaq yaxshi ko'rmayman. Mening o'sha oqko'l qiyinsinglimning sizga bo'lgan o'tdek qizg'in muhabbatini rad qilish oldida turganligingiz uchun hatto men sizdan nafratlanaman. Men endi tushundim. Siz menga otaydan mushkatdan deyish uchun mening Shernayni bu yerda kutadiganligimni olayda so'rab beryapsizda. Bir hisobda siz ko'nglingizdagi gaplaringizni menga aytgan bo'ldingiz. Sizning meni yaxshi ko'rmaydiganligingizga kelsak, bu sizga bir o'kinchi xiyol. Sizga bo'lgan mustahkam aqidamning ammo bir kuni sizni ta'sirlantiradiganligiga, bu orqali meni oqibat yaxshi ko'rib qolganligingizga ishonaman. Ma'qul. Hamsi men bu sizga yanada sizning usulingiz bo'yicha ko'nglimdagilarni bir so'zlab boqay. Boshqa gaplarni qo'yib turaylik. Ammo siz o'ylab boqdingizmi? Mobodo bugun men haqiqiy ahvolni Shernayga demsam, men uni texmi azobga qo'ygan, uni oldigan bo'lmayman. Chunki meningda u qizga nisbatan hech qanday bir muhabbat hissiyati yo'q. Men o'zimni ham Shernayni olsam aniq bo'ladi. Siz haqiqiy yaxshi ko'rish, chin muhabbat yanaklarga soxtalik, nomard qilishning naqadar arzimas bir ish ekanligini bilmabsiz.
Sizningcha, men bugun bu yerda Şernayni mundaqni yağlama, sun'iy gaplar bilan aldib qo'ysam, ondan o'zimning haqiqiy muhabbat hissiyotimni o'z qo'lim bilan zindonga mahkum qilsam, o'z ko'nglimga o'zim osiylik qilsam, sizningcha aqlonliq bo'ladimi? Zoyda, yana desam yana shu. Toshni qandoqmi tayoq tang'ili bo'lsin. Men Şernayni aslida yaxshi ko'rmayman. Bo'pti. Men desangiz mayli. Ammo hozir degan bek holqiliq payt. Hech bo'lmaganda o gaplaringizni hozir Şernayga mutlaq aytmang. Bo'libmi bugun o gaplaringizni deydiganning yaxshi vaqti emas. Şernaydek bir qiz haqiqatan sizni bek yaxshi ko'rdi. Sizning o gaplaringiz uning o'limdan ortiq ig'ir keldi Dilyar. Ondaqda onunla bugun demisam, əms qachon deyman. O gaplarni onunla aytishning yaxshi payti zodi qachon. Meni ta oqchashli boboyga aylanguncha Şernayni bir aldab o'tding. Soxtalik qiling. O'zingizga ham Şernayga yolg'on so'zlab, keyinchi uni bir baxtsiz qizga aylantirib qo'ying demaydigansiz. Mubad bugun uni oldiganim bilan atichu. Meningcha men uning rost gapni qancha boldir aytsam, Şernayga shunchalik foydali. Umu asta-asta ko'z oldidagi haqiqiy reallikni boldirib qabul qilib, o'zini haqiqiy yaxshi ko'rgan bir yigitning pesini tutgani, balki uning eng to'g'ri qilindi. Men endi o'zimga kelsam, men bir erkak, butun surak yigit o'g'il bolaman. Mening ko'nglim tushimgan bir qiz bilan majburiy birga o'tib, o'z hissiyotimni asir qilishning menga qanchalik ig'ir asab kelib kelganligini siz bilasiz. Bo'pti, men Şernayni bugun qabul qildimmi? Ammo uning baribir mening hissiyotim haqiqiy yaxshi ko'rishim mumkin bo'lmaydigan so'rin haqiqiy tarafidan chetga qilishi, qadrlanishga erishmasligi mumkin. Mening uni hamon rad qilishim yoki baxtsiz qilib qo'yishim bu ko'z oldimizda yuz bergan bir reallik. Shu chog'da siz to'y qilib, o'zin qolmay, majburiy to'laqib qolgan shu bechora insonlarning uchun nima qilib berasiz? Buningga aybni siz zodi kimga qo'ya olasiz? Yana bir qitim takrorlay. O qizga mening chor ko'nglim yo'q. Mening o'ta qizg'in muhabbatimning xos egisi dal siz Zoida. Mubod sizga erishamsan, sizning hayotingizga ikkinchi jasur dalmoni men bo'lib qolishim mumkin. Qeyb qizil yarışımlıq ko'ynak ichida go'yo lovuldab yeniyotgan cho'g'liqqa o'xshab qolgan Şernay qahvaxonaga xushal holda kirib keldi. Ham bu yerda Dilyar bilan kelin oychisining turganligini ko'rib, birdinla chiroyi guldek echilib ketdi. İkala bu yer nima qilyapsizlar? Ha, men bildim. Yanga siz Dilyarga yilqi xato bo'lib qolgan naqsh tekstini o'zgartib beryapsiz. Sizlar parangizni beringlar. Men mang'ashtiray. Voy, nimaga oldiraysiz? O'tiring birdan. Baribir uyga borsangiz qiladigan boshqa ishimiz yo'q-ku. Haras naqsh tekstini chiqqana bo'ldi. Naqsha? Nima naqsha? Sizga nima ish bo'ldi yanga? Tun siz menga aytgan Dilyarning naqsini xato bo'lib qolgan yurtchu, shunda deyapman. Bo'ldilar. Uning xato bo'lib qolgan yerini Dilyar o'zi sizga so'zlab bersin. Chiqinglar cho'qim yaxshi paranglashinglar ma'qulmi? Zahida shundoq debla chiqib ketmoqchi bo'lib o'rnidan turdi. Shu an Dilyar chaqqonlik bilan uning qo'lini tutib oldi. Ketmang Zoida, to'xtab turing. Zahida ham jiddiylashib, ham qo'rqib, qo'llarini Dilyarning olqindan ajratib olish uchun harakat qildi-yu, ammo Dilyarning kuchli qo'llaridan qochib qutulolmadi. Dilyar nima qilyapsiz? Mening yangamga bundoq chaqchaq qilmoqchimi? U degan sizning bundoq chaqchaqlaringizni ko'tarolmaydi. Men uni chaqchaq qilmadim. Şernay, aslida men bularni sizga boldiroq aytsam bo'ladi. Lekin Dilyar, xushib qalay. Undaq bag'ir tashliq qilmang. Bo'ldi, endi so'zlamang. Bu ishlarni ko'rib turgan Şernay birdinla jiddiylashib, eg'iz ochdi. Chiqamazlar nima deyapsizlar? Gapimni faqat tushunolmadim. Şernay, meni kechiring. Mening Zoidaga ko'nglim bor. Men uni yaxshi ko'raman. Dilyar bu gaplarni intayin aniq qilib dedi. Bu gaplarni anglayotgan Şernayning chiroyi birdinla tatirib ketdi. Hatto put-qo'llarida jon qolmagandek santirilib ketdi. Zahida darhol Dilyarning qo'lini silkib etib, ishtiqli Şernayning yeniga yugurib keldi. Şernay, uning qilayotgan joylashlariga quloq solmang. Bilasiz-ku, Dilyar bekli chaqchaqchi. O sizga chaqchaq qilyotdi. Amaliyotda uning yaxshi ko'rdigini siz. Zoida, endi Şernayni bundoq deb aldavermang. Mening niqob taqib yashag'im yo'q. Bu gap mening ig'zimdan chiqqankan, endi 3 yilimiz reallikqa bo'ysunaydi. Şernay, hozir men rost gap qilsam, yangingizga mening ko'nglim tushgani xili vaqtlar bo'lgandi.
Men uni yaxshi ko'raman. Meni uning bilan bir umr yaxshi o'tgan bor. Meni kechiring. Bir oz jimjitlikdan keyin Shernay asta Zohidaning yoniga keldi. Beqo'l Zohidaning ko'zlaridan taramlab yoshlar to'kilayotgan bo'lib, Shernay yengisining mang'izdagi yoshlarini surtib turib dedi. Yenge, sizga nima bo'ldi? Nima ish qilasiz? Canım sana. Meni kechiring. Uy, siz nima oldimda kechirim so'raysiz? Men o'zim dodib qolgan tursam, sizdan nima gunoh? Kichik vaqtimda tulkining to'chqonga yig'ilishi degan hikoyani anglagan, lekin bu hikoyaning amaliyotga olinishini faqat o'ylab boqmoqchi ekanman. Akam aslida sizni qarang, muzika kasbida o'qitaman deb jafo tortibcha, aktyorlik kasbida o'qisin bo'pti-ku. Sizning tabiiy rol olish mahoratingizda yuqori emasmi? Siz mush go'zal ko'zlaringiz bilan har qanday bir yigitni aqlingizni o'ynata oladigan mahoratga ega ekansiz. Haqiqatan siz qo'l qo'ydim bugun. Undaqda men mush bir qitim bo'lsa rost gapni ha? Akam rostdan mashina vaqasi tugab ketganmi yoki? Bu gapni anglagan Zohida o'rnida dam etib turib qoldi. Shernay gapini davomlashtirdi. Bo'ldi qilinglar, mendan hech kimdan kechirim so'rashning hojati yo'q. Chunki men azaldan ba'zi kishilarga o'xshash notvan, ojiz qiyofada kirilib boshqalarni oldimayman. Hech bo'lmaganda men bir soxta qiz emas. Siz tunugun mendan Dilyorning telefon nomerini hamda qahvaxonaning o'rnini so'ragandingiz-ku, endi tushundim. To'g'ri, men bir ahmoq ekanman juma. Apam doim deydigan, sen bek sodda qizim, bek ahmoq deb. Bugun tunib yetdim. Bo'pti, ishqinglar baxtiyor bo'lsin, omon bo'linglar. Cho'ng yo'lda ushqandek tez kelayotgan mashinalar ko'p bo'lib, qahvaxonadan tez yugurib chiqayotgan Shernay ko'chalardagi mashinalarga pisand qilmasdan, yugurib borgancha tez kelayotgan bir mashinaning oldiga o'zdi. Bu chaqda piyodalar yo'lda ketayotganlar qiyiqas suranlarni silib, baqirishib turdi. Bu qiyiqas ovozni anglagan Dilyor bilan Zohida yugurgan peti qahvaxonadan chiqib keldi. Zohida mashin chaqining tagida behush ham qon ichida yotgan Shernayni ko'rib, birdamni avvalgi jasur yaralangan naq maydon ko'z oldiga kelib, chaq ostidagisi birdam jasurga aylansa, birdam Shernayga o'zgarib, bunda qayta almashgan ko'rinishlar Zohidaning ko'z oldiga kelib olib, qo'rqib ketgandan bir tutam chechini qamallig'incha ko'zlaridan taramlab yoshlari to'kildi. Orqadan mushidan ketib, yiqilishga qilib qoldi. Shundaqdimi o'zini tutib olgan holda yugurib degidek Shernayning peshiga keldi. Ondan uning hushsiz gavdasini quchoqlab turib edi. Jinim singlim, sizdan xo'shib qolay. Siz meni qanday jazolasiz mayli. Sizning o'rningizda o'lishga tegishli odam mendim. Ammo siz cho'qim bardoshli. Sizdan o'tinib qolay jinim singlim. Siz cho'qim sab qilishingiz kerak. Siz hargiz o'lmang. Doktorxonaning jiddiy qutqizish avtomobili signal bilan tez yetib keldi. Ondan eshik ochilib, bir qanchaylan musulkada yotgan behush holatdagi Shernayni ko'targuncha jiddiy qutqizish binosi ichiga qarab yugurib kirgan. Dilyor bilan Zohidami ularga agishib tez yugurib kirib ketdi. Operatsiya bo'limining eshigi taqalgan. Uning ustidagi ekrandan operatsiya qilinayotdi degan xatlar chiqib turgan chiroq yanib. Doktor sestralar shu tapda kirib chiqib jiddiy mashg'ulot elib berdi. Bu vaqtda ichidan tugishib ketish oldida turayotgan Zohida taramlab tushayotgan ko'z yoshlarini surtguncha o'z-o'ziga pichirlandi. Hayotimizni hargizni qo'ymayman. Operatsiyadan sog'-salomat chiqish uchun tirishamiz. Bu chaqda uning yenda turgan Dilyor uningga tasalli bergan holda eg'iz ochdi. Zohida qo'rqmang. Uning uchun ish bo'lmaydi. Men hozir Shernayning ota-onasiga xabar qildim. Hozir ular yo'lda kelyotdi.
Lekin hozir hammadan bak holi xarob bo'lib ketayotgan edi siz. O'zingizni cho'qim yaxshi tutib eding. Bach savallikning hammasi mendan o'tdi. Barliq mas'uliyat mening ustimda. Koridorning bir chetidan Maryam bilan Turg'un yugurib degidek operatsiyaxonaning oldiga keldi. Ularning chiroyidimi qon didori qolmagan bo'lib, Turg'un yugurib kelguncha Dilyardan so'radi. Bu zada nima ish? Nima vaqa bo'ldi? Tag'a jiddiylashmang. Hamma ish yaxshi bo'lib ketadi. Dilyar eg'izda shundoq deb tursa-mu, ko'nglida undoq o'ylamay. Ularning beshiga chiqqan odam dalman. Men bu ikki qizni nobud qildim. Oqibat operatsiya oxirlashdi. Ishik beshda chaqnab turgan xatni o'chdi. Doktor sestralar Shernayni kasal karvati bilan ishtirib sirtqa elib chiqdi. Ko'pchilik hammaylan uni o'rib olishgan edi. Turg'un doktordan so'radi. Doktor, qizimning ahvoli qanaqroq? Biz butun kuchimiz bilan tirishdik. U asosan amon qoldi. Bu qizning badan quvvati bakli yaxshi ekan. U o'zimi bizning operatsiya mashg'ulotlarimizga shundoq yaxshi moslashdi. Qon ko'p chiqib ketgachga xeyli ko'p miqdorda qon silishga to'g'ri keldi. Ilmi bu qizning ta'ligiga yarasha uning qon tipi bilan qon iskilotimizdagi qon yetarli bo'lg'achqa bizga hech qanday qiyinchilik elib kelmadi. Mubada bu qizning o'rnida boshqa biri bo'lgan bo'lsa, mashinaga bunday qattiq so'qilgan ahvolda balki xatarga olib kelib chiqqan bo'lardi. Hozirgi ahvolda uning so'l puti sungandan boshqa muhim miyasida obdali silkinish bor. U bir mezgil balkim xotirsini yo'qotish mumkin. Hozirgi ahvolda uning sezgisi butunlay burunqi vaqtda turmuzlanib qilishi, keyingi ishlarni esiga ola olmasligi mumkin. Sizlar bu bir oila kishilari uning ko'proq g'amxo'rlik qilinglar. Bu gaplarni anglagan Zohida degenicha tamg'a yo'linib, santirilib ketdi. Maryam qizning burniga shilinka silingan bechora attiga qarab, yuragi echishgan holda ko'z yoshlarini to'kib turibdi. Uydan bir obdan xushal xo'ram chiqib ketgan bu bola nemishqa tuyuqsiz bundaq bo'lib qoldi? Ha? Qizimni beka mashinasida so'qib atgan zot qaysi mal'un u? Men uni nima qilib o'tamanki qini? Maryam shundoq deb Zohidadan so'radi. Gap qilasiz. Shernay vaqaga uchirgan yerda bormidingiz, yo'qmidingiz? Sizmi degandalam xuddi bir jiddiy ishingiz bordek huduqib tantirab uydan chiqib ketgandingiz. Aqingiz dillam Shernay chiqib ketib. Mening qizim endi mana mushundaq bo'lib qoldi. Gap qiling. Bu işte sizning qo'lingiz bormi, yo'qmi? Bizning uyimizdagi eng gumonli odam dalsiz. O'g'lim siz bilan to'y qilib 3-kuni qazoga uchirdi. Ha? Mana endi o'g'lim tugab ketib 1 yildan ozroq yashaydi. Endi navbat qizimga keldi. Gap qiling. Bizning uyga kelin bo'lib kirgandan keyin nimishqa oqidan bundoq kelishmaslik yuz berdi. Bu ahvolni ko'rgan Turg'un eg'iz ochdi. Apsi, bo'ldi qiling. Bundaq chidal qilmang. Bu degan doktorxona. Yelimi ta'limimizga qizimiz amon qoldi. Biz umrimizda hech qanday bir odamga yomonlik qilib boqqan odamlar emasmiz. Shunlashqa ishimiz osonga to'xtadi. Bu ishlar bilan kelin qizimizning nima munosabati? 14 qism oxirlashdi. Biroq qizining bu baxtsizligiga chidayolmayotgan Maryam texmi qattiq o'ksib yig'lab ketadi. Buni ko'rgan doktor Xanım, siz o'zingizni tuting. Siz bundoq azoblanib kelsangiz bemorga yaxshi emas. Uning ustiga sizlar hammalar bu yerga to'plashib turganlar. Bemorning oldin bizning doktor sestralarimiz yaxshi xabar oladi. Faqat bir singlar qolsanglar bo'ldi. Qolganlar uyga qaytib ketib boramaninglar. Zohida ishtik yugurib kelib dedi. Men qap qolay appa. Singlimning oldin o'zim xabar olay. Bo'lmaydi. Siz neri turing. Men qizimdan bir qadamma ayrilmayman. Maryam shundoq deb
Zahidaga birini olib etib, Şernay yotgan yotoqqa kirib ketdi. Turg'unmi ayoliga agishib, orqasidan kirib ketdi. Koridorda Dilyar bilan Zahida ikkisi qolgan ahvolda, Dilyar asta kelib santirilib ketish oldida turayotgan Zahidani yo'lib oldi. Qaytar bilan Saida. Ana, Şernayga hech qanday xavf yetmabdi. Ansirlik ishim yo'q. Zahida holsizlangan gavdisini tutib turolmay, asta Dilyarning gavdisiga yo'nib oldi. Turg'un, Dilyar va Zahida bir xil horg'in kayfiyatda Balnyas binosining oldiga chiqdi. Turg'un Zahidaga qaradi. Qizim, siz opangizning sizga degan barliq gaplarni ko'nglingizga olmoqchimi? Uni to'g'ri tushuning. Şernayga kelsak, siz uningdan asirmang. Elimi tinchaman 12 soat o'tib ketdi mana. Doktormi xatarlik bosqichdan o'tib ketdi. Endi cho'ng chatoq chiqmaydi deydi. Men bu qizimning saqayib ketadiganligiga ishonaman. Sizga mo ko'p rahmat Dilyar. Siz yugurib ishlarga qarshiman deb bakil charchab ketdingiz. Hammalar ko'p jafo tortdinglar. Zoyda qizim, siz uyingizga qaytib orom bering. Ish bosmas sizlar bilan o'zim aloqa qilishaman. Men desam, siz bu ishlarning jarayonini so'ramamsiz. Sizning zaten nemish yuz berganligini bilgingiz yo'qmi? Hammasi o'tib ketdi. Ish qilib qizim omon qoldi. Mana shuni o'zli yetarlik. Agar haqiqatan muhim ishlar bo'lsa, qizimning xotirasi asli kelgandan keyin so'zlatsakmi kechikmaymiz-ku. Bizning uyimizda bemordan birisi bo'lsa kifoya. Endi sizmi yetib qolman qizim. Chapson keting. Dilyar, siz Zoida qizimni uyimizga olib qo'ysangiz bo'pti ekan. Dilyar ma'qullik bildirib beshini langishdi. Dilyar yo'l bo'yida turib taksidan birini to'sdi. U Amdil taksining eshigini echishiga Zahida Dilyarga qarab dedi. Mening uyga yolg'iz qaytqimba. Siz o'zingiz qaytavering. Lekin O'tinib qolay, menga agishib olmang. O'zining yotoq uyida to'limi azobga qolgan Zahida uy ichida u yoqdan bu yoqqa mengib yuradi. Ko'ngli joyida bo'lmag'ach, tit bo'lg'inda nima qilarini bilmay qolgan edi. Darizdan sirtqa qarag'incha xayollarga cho'kib qoladi. Men endi Jasurdan rostini umrboyit ayrilib qolgan o'xshayman. Men uni hamon bir kuni qaytib keldi deb shunchalik intizor bo'lgan bo'lsam-mu, ammo uning qaytib kelishi yo'q o'xshaydi. Jasur yer sharining o'chitiga ang shiraqlarga qonqib ketgan. Yana kelib menga qaytib kelmas qalbimdagi bir tuti qushimga aylanib shiraqlarga uchib ketgan o'xshaydi. Birimiz jahonning o'chitida, yana birimiz yana shiraq bir chetida. Endi ko'rishimiz abadiy mumkin emas o'xshaydi. Endi bu uyda davomli shundoq turaverishimning hech bir g'oshtim qolmadimi nima? Mening ko'z yoshlarim kecha kunduz urushdim. Poyoni yo'q dard hasratlarimni o'tliq nidosim. Jasurni yenimga chillab akilib beramigan. Men yana Jasurning qaytib kelishidan qanday umid kutdim. Meni tashlab angshiraqlar ketibdi. Faqat qalbimda uni mangu yodlanib turadigan shu qadrda sevimlik siymosi. Uningda menga qolgan qalbimdagi o'chmas mehr o'tlardan boshqa uning menga taalluqi hech narsa qolmadi. Sebebim şiirin başına sokuldu. Aramızda o bir hayat bu Dilyar meydan buldu. Bu hayat benim
Rang-rang. İnsan bu ömürdeki kaçıp qutulamaydigan oqibatlarga nima degan yaqin. Bugun bu ishlar bundoq bo'layotgan yerda. Yana qandaq bir yangi jazoga. Shu oxir chiqmas kulfatlik bahorim meni kutyotgandi. Tuyuqsiz mehmonxonadagi telefon jiringladi. Shuning bilan Zohidaning yuragi qartida qilib qoldi. Uy xizmatchisi telefonni ilib, qarshi taraf bilan bir hazo so'zlashgandan keyin texnichi pianino oldida haykalda qetib o'ltirib qolgan Zohidaga qaradi. Xon qiz, Turg'un apandim hozir telefon qildi. Uning deyishicha, Shernay xonim ushiga kelibdi. Apandim sizni darhol doktorxonaga borsin deydi. Bu xush xabardan hayajonlanib ketgan Zohida ko'zlariga liqqida yosh og'incha o'z-o'ziga so'zlab ketdi. Rosma, hanim bo'lsa, u oxir xatardan omon qopdi-da. To'g'ri. Men hozirlab berishim kerak. Zohida taksi bilan doktorxonaga qarab mangmoqda. Shu topda uning xiyolida Shernayning uningga degan gaplari quloq tövda to'xtamay jaranglaydi. Men tulkining to'shqonga yig'ilishi degan hikoyani kichik vaqtimda anglagan. Siz haqiqatan bir artist ekansiz, juma artist. Bu chaqda u darhol so'mkasidan yonfonini chiqarib, undidor orqali Dilyorga so'z qoldirdi. Dilyor, men shu topda doktorxonaga ketyapman. Qiynatdan meni kelsin deb telefon qilibdi. Shernay o'shiq kelibdi. Ammo men u yerga yetib borgandan keyin yuz bergan ishlarning hammasini o'z ustimga olaman. Shernayning mashinaning oldiga o'zini tashlagandagi barliq mas'uliyat dal mening ustimda. Siz bilan qilchilik aloqasi yo'q. Yana kelib bu ish mundaqli apu so'ragan bilan bitmaydi. Shernay meni shu topda eng ashaddiy dushmani qatorida o'ylayotgandi balkim. Bu ishda asosli javobgarlikning dal mening ustimda ekanligiga yanada siz mangmaslishingiz kerak. Demak, sizni ozdirgan odam yanada men. Siz bo'lsangiz, mening ozdirishimga uchragan begunoh bir odam. Ularning oldida barliq mas'uliyatni mana men o'z ustimga olaman. Nima qisman rozi. Ular balkim sizni chaqirtishi mumkin. U yerga borgandan keyin sizning vazifangiz bundan keyingi hayotingiz orqali siz Shernayni abadiy yaxshi ko'rib o'tasiz. Uning kuyinsiz. Uning butkul mehringizni ato qilsiz. Mana shu orqali o'zingiz o'tkazgan savanlikning o'rnini to'ldirib ketishga tirishing. Anglayotамsiz, yuz bergan har qanday ish butunlay siz bilan munosabatsiz. Sizning oxirgi vazifangiz yangi Shernay bilan pat arda to'y qilish. Menga va'da bering. Siz cho'qim Shernayni baxtli qilishga tirishing. Chunki u pak, sizni haqiqiy yaxshi ko'rdig'ini dal Shernay. Balnis koridordan kirayotgan Zohidaning put-qo'llari titrab, vujudida jon qolmagan edi. Chiroyi bo'lsa vuduqib, tamtirab, go'yo o'zini jazo maydoniga ketayotgandek his qilmoqda edi. Ondan asta kelib, titrab turgan qo'llari bilan yotoqning eshigini chekdi. Eshikni Turg'un ochdi. Turg'un shunchalik xushal edi. Keling qizim, keling. Mana qarang, Shernay probdan o'shiq keldi. O ko'zni ichib birinchi bo'lib so'ragan odami kim o bilamsiz? O yana sizga amroqgan, o sizni so'rabli ketdi. Bu gaplarni anglayotgan Zohida ichida mundaq o'yladi. Yelim yaxshi. Ishikdan kirishimga qancha tegmaydi ekanman-da. Ondan ishikdan kirgach, go'yo hech bir ish yuz bermagandek Shernayni apsi Maryamga va yendigi doktor bilan sestraga qarab, xuddi qushqashdek vichirlab so'zlayotganligini ko'rdi. Voy qaranglar, menlarning jiddiylashib ketganinglarni. Mening jinim shunchalik ojizmidi, men nemish bo'lmoqchidi. Yilg'u bir mashinaga suqilibdiman, poyezd chaqaning ostiga kirib kelsam-chu, chaqaning ostidan sog'-salomat chiqishchiligim majmu. Ta'limning yaxshiligidan Nobel tinchlik mukofotiga erishib qolamdim degan. Voy bo'ldi qila. Bizga undaq omonlik Nobel mukofoti deganlarning hech biri kerak yo'q. Faqat sen biz uchun salomat turibli bersang, biz shuningga rozi jinim bolam. Apa sen doim menga qish yo'lida bahorning qadri o'tildi deydi.
sizlarni kichkindan boshlab bek aytvorlab, aynab qachitga pardon gulidek aslab cho'nqan bo'lg'achqa, mushkamga bir qatim doktorxonaga yetib boqmabdi ekanman. Mush fursatdan foydalanib, mening bir qadrimni yetinglar deymanchu. Shunga sizlarni qasddan qiynash uchun doktorxonaga yetib oldim. O'tchentak, texnik oyun o'ynab demiş. Maşının sokulub oyun oynamsan sana başka oyun çıkmadı gel. Qarada o'tgan mavun gaplarni. Men deb qo'yay, buningdagi bu daqilchinga endi ruxsat yo'qchimi? Dal shu chaqda Shernayga qarab, haykalda qetib qolgan Zahidaning ko'zlari uning bilan o'zaro uchrashib qoldi. Zahidani ko'rgan Shernay go'yo hech bir ish yuz bermagandek kuldi. Voy keldingizmi yenge? Ahvoldan qaraganda mendek eski butun oilangizdagilarining aramini buzayotga o'xshamamdim. Aras Dilyar qani, Dilyar kelmabdi-ku. O yigit mo necha kundan beri bekla chapatatdi. O mu bek qo'rqib ketibdi. Sening peshini qarab o'ltirib, butun kechani kirpik qoqmay o'tkazdi. Uni men tamilib keling deb qaytarib etdim. U bichorami qo'rqib ketibdi-da, ahvoldan qaraganda. Aslida yillik kun ular televizion stansiyasini suratga olmoqchigan-ku. Shuning bilan uning ishlarini meni palakitimdan dastibin so'chlashga o'xshamamdi. Voy bo'ldi. Sen u ishlardan g'am qilib nima qilatding? Men bir eg'iz rost gap qila. Bu qitimqi mashina vaqasi zodi nima ish? Ha? Seni kim, nima sababdan so'qib atdi? Bu savoldan Zahidaning yuragi qartida qilib, put-qo'llari titrab ketdi. U azob bilan ko'zlarini yumdi. Ammo ularning hech qaysisi sezmay qoldi. Shernay bo'lsa, xuddi hech ish yuz bermagandek javob berdi. Nemish bo'ladi apa, shu bir o'yindaklish bo'ldi deyna. Oldimda Dilyarchikimiz qahvaxonada uchrashib kelishgan-ku. Unda men yetib bordim. Qarsam qahvaxonaning oldida yo'lda turibdi. Shuni oldirib Dilyarning yangi yuribdiman. Mashinaning o'tirishini abchilik bilan o'tib olmam-ku deb o'ylab shu diqqat qilmagan bo'lsam kerak. Shu orliqda bir mashina kelib meni suqib etib qoldi. Kim bilsin deysan, shu yaqin orliqda yangamni borgan to'xtaxi. Turchoqda ko'zimni ochsam yangamni qushqib ketibdiman. Bichora yengam meni quchoqlab shunda yig'lab ketdi. Yo'limni talimda yengam shu atrofda bo'libdi. Deb bir tarafdan boshqalar qutquzinglar deb vaqirg'ach, yana bir tarafdan to'xtamay ismimni chaqirib turdi. Men bo'ldim Shernay. Yerim og'riyotgandi qizim. Yengamning ichinishli yig'isi yilimi quloqda unda. Yengamning shu shafoati bilan men omon qoldim. Qara. Sen yangi musholatga tushib kelib yetibmi? Texchi boshqalarning g'amini yavatsan. Endi sen o'zingning jiniga ich og'ritib, boshqalarni ozroq o'yla. Bo'ldi. Endi gapni jiqqinmay ko'zingni yumib jim yetib ola qizim. Sizga rahmat Zahida. Yilimi Shernayning ta'liga siz Shernay hodisiga uchragan shu joyda bo'lib qolgansiz. Boyi uning aytgandek eng halqiliq paytda qizimning hayotini yana siz qutqarib qolibsiz. Bo'lmasa bizning beshimizga yana nima kunlar keladigan tong. Mening buningdan ilgari sizga qattiq tekkan yerlarimni ko'nglimizdan chiqarib etdim. Qandaqli bo'lmasin, siz yana bizning oilaning qizi. Mening ko'nglimni tushunasiz. Zahida boshqa so'z qilmasdan jimladi. Shernaymo opasining gaplariga rozilik bildirib kulimsirdi. Bu ahvollarga hech bir aqli yetmayotgandek ketib turib qolgan Zahida nima deyishni bilmay, hayronlik qilib, ichida o'ylab qo'ydi. Bu zotning nima deyishi? Ajaba, qahvaxonaning ichidagi parollar rostdan Shernayning o'zidan chiqib ketganmi? U rostdan xotirasini yo'qotdimi? Zahida hech nimani tushunmagan holda asta koridorga chiqdi. U birdan turayotgandan keyin sumkasidan telefonni ilib, Dilyarning o'ziga ungidarga so'z qoldirdi. Ondan sal chak-chayga berib, uning so'zlarini angladi. Zahida, barliq gaplarimizni anladim. Ammo men sizning tutuchingizni qat'iy qo'ymayman. Siz nimdan barliq mas'uliyatni o'zingizga olasiz. Yana u sizda qanchalik xato qilgan. Sizni yaxshi ko'rib qolgan odamdan javobgar bo'lish to'g'ri kelsa, hammasi hamdek mening ustimga yuklanish kerak. Mobodo sizni sevani ko'rdi deyilganda men sizni butun kuchim bilan qo'llayman. Sizning bir kimlar tarafidan foyda olsa yeyishingizga men
Ko'rishib, bu ishlar haqida ikimiz o'rnab bir fikirga kelmay turib, siz hech kimga eshitib demang. Men hozir sizni yetib boraman. Zahida Dilyarning so'zlarini anglab bo'lgandan keyin Dilyarga javob so'z qaytardi. Dilyar hozir ahvolda cho'ng o'zgarish bo'lyapti. Men hozir nima ish ekanligini zoti bilmayapman. Men doktorxonaga kelib bo'ldim. She'rni bilan ko'rishdim. Ammo hozirgi ahvolda she'rni rostdan bir qism xonasini yo'qotdi. Bizning qahvaxonaning ichiga kirib qolgan ishlarimiz uni butunlay eslayapti. Bu qiynoqdan qiynoqlarga men yo'lning bir chetidan Dilyar tarafga qarab mashinani o'tirishni achchilik bilan yo'ldan o'taman deb ketayotganimda men mashina so'qmatdi deb tushunish beryapti. Bu topda she'rning siz bilan meni gunohkor hisoblaydigan uning qo'lisidagi barliq tuyg'ular menizdan shuyilib ketgandekmi turdi. Hatto sizni qo'rqityapti, meni jinimni siz qutqizib qoldingiz degandek gaplarni qilib tegmandan afv so'rayapti. U hatto meni bundan burun shunchalik uyushib ketgan qiynoqlarni ta'sirlantiryapti. Shuna sizmi unchalik o'tqib ketmasangiz bo'lamdi nima? Sungan putining og'riq azobida ko'zlariga zotli uyqu kelmayotgan Shernay bearam bo'lgan holda asta ko'zlarini ochdi. Ondan karvitining yenda o'ziga qatilib qarab o'ltirgan Dilyarni ko'rib, cho'chigandek qildi-yu, orqadan yana muloyimlik bilan kulimsirdi. Keldingizmi Dilyar? Dadamning deyishicha, siz mening halimdan bek yaxshi xabar olibsiz. Javob tortibsizmi? Har rost yilqi kuni televizion stansiyasidagi nomeringiz qanday bo'ldi? Suratga oldinglarmi? Bo'ldi Shernay. Siz u ishlardan ham yemagan. Keyingi vaqtlarda bu suratga olgan fursatlar ko'p bor. Bu qitim ulgurmay qolgan bo'lsam, keyingi vaqtlarda to'liqlasak bo'laverdi. Meni kechiring Shernay. Sizning mushunda bo'lib kelishingizga butunlay masabchi. Sizni men nobud qildim. Siz nima deyapsiz Dilyar? Ikkimizning o'rtasida bunday takallufsiz ishlasak toza yaxshi bo'lmaydi-ku deyman. Biz bir-birimizni shunchalik yaxshi ko'radigan tursak, bunday yot odamga qanday qilsangiz qanday bo'ldi? Bu kunda gunoh o'zimda, o'zim dudlik qilgan tursam, sizda nima gunoh? Hammachadoq o'zimda. Siz bilan ko'rishga shunchalik tashna bo'lib ketgan taqdirdimi? Nima shunday sarangda qiliqlarni qilib mashina oldin to'g'ri o'taman deysiz? Yelg'u siz bilan yangam bo'lib qolibdi yanimda. Bu musilig'ich o'zimni bu dunyoda ko'ramaydi ekanman. Rost Dilyar, rostni desam, sizning men bo'lgan qaynoq muhabbatingiz meni qutqizib qoldi deb o'ylayman. Men sizga rahmat aytsam bo'ldimi? Bu orliqda sestra kirib Dilyarga dedi. Kechiring. Hozir bir muhim tashish qilyapti. Xafa bo'lmay sirtga chiqib tursangiz bo'lar ekan. Amdili Shernayning yenidagi sirtqa chiqqan Dilyar o'rindiqda go'yo gunohkorlardek beshini silib, chiroyi sulg'un holatda o'ltirgan Zahidani ko'rib, asta uning yeniga keldi. Bilman, siz Shernayni yolg'iz qoldirmoqchimi? Ammo uning qishda hozir sestra alaba. Bu tekshirish xil vaqtgacha davomlashadi. Uning ustiga uning opsimi uning endi bor. Hozir u Suxan tarafga kirib ketdi. Shernaydan asirman. Amsa, nada ko'rishimiz? Yanıla Tağırtaq bahçesinde sözleşeydi. Bu joy muvafiq emas. On 5. qism oxirlashdi. Abdori Marim Saqurban. Ovoz rejissyori Gulariya Sadir.